aytmoqchimanki, nafaqat bir ijtimoiy ya'ni munosabatlar primitivlashib, soddalashib, tubanlashib, bu esa muomalani tubanlashuviga olib keladi, yovvoyilashuviga olib keladi. Uzoqqa bormaylik. Mana nima qilamiz uzoqqa borib? Mana Tramp, to'g'ri, Tramp bu unaqa bir muhitda o'sib kelmadi, lekin uni qarashida agar bu sen himoya qila olmasang, demak sen bunga egalik qila olmaysan. Bu primitiv jamiyatning tafakkuri, o'g'rilarning jamiyati. Mana o'g'rini psixologiyasi, etikasi, o'g'ri gop-stop o'g'rilarning etikasi, mana qo'lingizda soat bo'lsa, agar siz soatni himoya qila olmasangiz, demak siz bu soatning egasi emassiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Paradoks podkastimizning ilk sonini suratga olyapmiz. Demak, mehmonlarimizni tanishtirib o'taman. Men bilan Xayrulla aka bu suhbatni olib boramiz. Jamshid aka Muslimov iqtisodchi va tarjima ishlari bilan ham shug'ullanib turadi va kitobni, ya'ni bugungi suhbatimiz Behalovat avlod kitobi haqida bo'ladi. Bu kitobni tarjima qilgan va nashrga tayyorlagan Fahrenheit Press ham muassisi Behzod aka Alimov bo'ladilar. Bular ham iqtisodchi va tarjimonlar. Demak, xush kelibsizlar. Suhbatimizni boshlaymiz. Behalovat avlod kitobi haqida. Keling, yaxshisi shuni nomidan boshlasak. Behalovatlik haqida bizga ozroq tushuncha berib o'tasizmi? Demak, bu kitobni yozgan o'sha The Anxious Generation nom bilan 2024-yilda chiqqan va sotsial psixolog Jonathan Haidt, New York universiteti professori, behalovat, ya'ni anxiousni biz behalovat deb tarjima qildik. Bezovtalik, halovatsizlik deb tarjima qilish mumkin. Yoki anxiety degan so'z bor, ya'ni xavotir, o'sha bezovtalik, halovatsizlikni bildiradi. Endi buni muallif bergan ta'rif, ya'ni bu asosan psixologiyada berilgan ta'rifni aytib o'tadi. Ya'ni halovatsizlik bu qo'rquvga aloqador tushuncha. Lekin qo'rquv bu o'sha mavjud yoki xayoliy biror tahdidga nisbatan reaksiya bo'lsa, behalovatlik yoki halovatsizlikni ko'pincha kelajak bilan bog'liq xavotir, bezovtalik deb ta'rif beriladi psixologiyada va muallif ham aytib o'tadi, bu o'zi insondagi mavjud ma'lum bir shart-sharoitlarga, holatlarga qarshi normal reaksiya, lekin buni ortiqchasi, ya'ni muammo sifatida ko'riladi. Masalan, ortiqcha darajada o'sha xavotir yoki bezovtalik yoki o'zini qo'yarga joy topa olmaslik va hokazo. Demak, bu ortiqchasi muammo va haddan oshganda, demak, bu narsa tushkunlikka, o'sha depressiyaga, odam o'ziga zarar yetkazishga, ba'zan o'sha joniga qasd qilishgacha borishi mumkin bo'lgan holat. Jamshid aka, siz ham kitobni o'qib chiqibsiz. Ya'ni men ham o'qidim, lekin kitobda mavzuni shu darajada menga bo'rtilgandek tuyulyapti, lekin balki haqiqatan ham vaziyat juda og'irdir. Shu haqida o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. To'g'ri, menda ham shunaqa bir taassurot bo'ldi-ku, ya'ni qaysi ma'noda, ya'ni bir masala ko'p urg'u berilganidan, misol uchun yoshlarni behalovat bo'lishi yoki shu suitsidal fikrli yoshlar bo'lishi, body harming deydi, o'zini tanasiga jarohat yetkazadigan bir o'smirlik davrida ba'zi o'smirlarda shunaqa holat bo'lishi haqida aytilganda, bu doimo bo'lgan. Bu oldingi davrlar ham bo'lgan, bu davrlarda bo'lgan, lekin bu kitobda keltirilgan statistik ma'lumotlarga qaraganda, avvalgi davrlardan solishtirganda ancha o'sish ko'paygan. Ya'ni aynan shu smartfonlar ko'paygan, ya'ni ularni tutish ancha oson bo'lib qolganda davrdan boshlab, hattoki kamerani oldiga ham kamera qo'yish davridan boshlab mana shu yillardan kuzatilganda shiddatli ravishda, ya'ni dramatik deydi, ya'ni birdaniga bu mana shunday yoshlarning psixologiyasida salbiy o'zgarishlar bo'layotganini kuzatilgan va bu kitobda shuni dalil sifatida keltirilgan. Demak, bizga bu narsa bo'rtilgan deb ko'ringani bilan empirik ma'lumotlar, ya'ni tajriba asosida mutaxassislarning kuzatuvlari va o'lchovlari asosida aniqlangan bir ma'lumot bo'lgandan keyin haqiqatdan bir e'tibor talab. Va boshqa tarafdan uzoqqa borish kerak emas, ya'ni atrofimizga qaraydigan bo'lsak, hattoki o'zimizni qanchalik xulq-atvorlarimiz mana shu smartfonlar sababli internetga oson chiqish bo'lgan davrdan boshlab o'zimizni
shu ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan o'rganib qolish, shunga nisbatan xususiyatlardan va o'z farzandlarimiz va yoshlarning xulq atvoridagi kuzatuvlarni ham ko'rib, bu kitobdagi keltirilayotgan xavotirlar asossiz emasligini tushunish mumkin. Bu narsani qabul qilish kerak. O'shaning uchun men fikrimcha, men bu kitobni haqiqatdan o'qidim. O'zimga ko'p ma'lumotlarni, xulosalarni chiqardim. Ba'zi bir gumonli, shubhali o'ylab yurgan narsalarimga asos topdim va yangi narsalar ham ochildi. O'ylaymanki, hattoki 100% haqiqat bo'lmasa ham 80% ga haqiqat bo'lgan taqdirda ham ko'tarilayotgan muammo haqiqatdan ya'ni e'tiborni talab qiladi. Har bir shaxs, har bir inson, har bir oila va shuningdek jamiyat va hatto davlatning e'tiborini talab qiladigan muammolar ko'tarilgan va to'g'ri qilingan deb o'ylayman. Endi yana bitta savol bor, o'ziga o'zi jarohat yetkazish. Endi bizda ko'pchilik o'smirlik davri deb qaraydi. Ya'ni menga shunday tuyuladiki, o'smirlik davrida og'ir kechadi. Ya'ni o'smirlik davrini og'ir kechishini normal qabul qilish. Bu behalovatlik bizga kirib kelgandan keyin buni og'ir kechishi oddiy holat bo'lib qolgandek nazarimda. Siz bunga qanday qaraysiz? Endi o'smirlik davrida albatta o'zi umuman olganda har qanaqa avlodda, faqat Z avlodda emas, ya'ni bu kitob asosan Z avlodni muammolari va Z avlodda bo'lgan o'zgarishlar haqida gapiradi. Va o'sha Z avlod deganimiz, ya'ni 95-yildan boshlab tug'ilgan, 95-yil 2010-yil orasida tug'ilgan avlodni Z avlod deyiladi shartli ravishda, ya'ni ulardagi mana jiddiy ko'rilgan o'zgarishlar haqida gapiradi. Endi umuman olganda o'smirlikda o'zgarishlar bo'ladi, har xil o'zgarishlar, insonda ba'zi o'sha umuman olganda shuna halovatsizlik, ma'lum bir ruhiy o'zgarishlar har doim bo'ladi. Bu hamma avlodda, lekin bu yerda o'sha muallif keltirgan narsa, dalillar, ya'ni umuman olganda bu ilmiy ommabop kitob. Ilmiy ommabop kitob degani ilmiy topilmalar, xulosalar, argumentlarni omma tilida tushuntirishga harakat qiladi. Va u yerda keltirilgan dalillar demak oldingi davrlarga solishtirgan. Xuddi masalan turli yosh kategoriyalari bo'yicha, masalan o'sha o'smirlarni deylik 12-18 yosh orasi, 18-35 yosh orasi va hokazo yosh kategoriyalar bo'yicha yillar bo'yicha solishtirgan o'sha o'smirlarda ko'rilgan turli ruhiy buzilishlar holatini, masalan o'sha halovatsizlik, depressiya, o'ziga zarar yetkazish, o'z joniga qasd qilish kabi holatlar va rostdan ham 2000 asosan mana shu 2010-yillardan keyin jiddiy o'sish kuzatilgan bu narsada. Ya'ni avvalgi davrlarga nisbatan, ya'ni masalan bu yerdagi solishtiruv qanaqa? 2005-yil bo'lsa, 2005-yillarda aynan o'sha yosh oralig'ida ma'lum bir yosh kategoriyasida bo'lgan insonlardagi o'sha ma'lum ruhiy buzilishlarning foizi. Keyin deylik 2010 yoki 15 bo'lsa, aynan o'sha yillar bo'yicha xuddi o'sha paytda o'sha yosh kategoriyasiga to'g'ri kelgan insonlarning mashruhiy buzilishlar bo'lgan insonlarning anaqasi, o'smirlarning ya'ni foizi va hokazo. Demak, bu solishtirishga imkon beradi bizga. Ya'ni o'sha o'smir yoshda boshqa o'zini avvalgi yoshiga nisbatan o'zgarishlar bo'lgani bilan, lekin aynan o'sha o'smir yoshga to'g'ri kelganlarning o'zida yillar bo'yicha o'sish bo'lyapti-da, foiz ko'rsatkichi. Ya'ni men savolim, ya'ni bu hozir bizdagi o'smirlik davri oldingi bizdan ancha oldinroq yoshi katta o'smir yashab o'tgan o'smirlik davriga ancha farq qiladi. Ya'ni biz buni shunchaki o'tish davri deb qaraymiz-da. Befarqlikda qanday? Ya'ni bu zamon bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lishi mumkin deyapsiz-da. Masalan, oldingi zamon boshqacha edi, hozirgi zamonda boshqacha, texnologiya va hokazo, shuning uchun ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu faqat umuman shart-sharoitlar boshqacha. Buni ham muallif ya'ni aytib o'tadi. Ya'ni nima qiladi muallif aslida? Boshida dalillardan boshlaydi. Ya'ni o'smirlarning holatdagi o'zgarishlarni, o'sha grafiklarni keltiradi, dalillarni keltiradi, turli ilmiy tadqiqotlardan, AQShda, Yevropa bir qancha mamlakatlarda va hokazo, Avstraliyada o'sha ruhiy o'zgarishlar qanaqa o'zgarishlar kuzatilyapti va rostdan ham shu 2010-yillardan keyin jiddiy o'sish bo'lgan, qizlarda ayniqsa o'g'il boladan ham ko'ra ko'proq o'sish bo'lgan, o'sha tushkunlik darajasida ham o'z joniga qasd qilish, zarar yetkazish va hokazo ko'rsatkichlar, o'sha ruhiy buzilishlarning turli ko'rsatkichlarida keyin bu dalillarni taqdim qiladi. Demak, nimadir bo'lyapti bu avlodda, oldingi avlodlardan ko'ra ancha yuqori darajada. Endi keyin unga sabablarni qidiradi va turli o'sha sabablarni, ehtimoliy sabablarni ham keltirib o'tadi. Masalan, hozir ijtimoiy masalan ishsizlik darajasi ancha ko'payib ketgan bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir qancha o'sha qarshi argumentlar bergan insonlarning argumentlarini ham keltirib o'tadi. Masalan, terrorizm, boshqa jinoyatchilik, hozirgi
o'sha moliyaviy krizis masalan o'sha 2008-yil hokazo bular ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, lekin bularga qarshi keyin dalillarni ham keltirib o'tadi. Ya'ni agar bunaqa bo'lganda mana buni ham kuzatilgan bo'lardi. Masalan, moliyaviy inqiroz bunga sababchi bo'lsa, bu faqatgina o'sha yosh oradagi o'smirlarda emas, boshqalarda ham ta'sir qilgan bo'lardi. Ayniqsa masalan undan katta yoshlarda ham ishni yo'qotish ulardan ko'ra ehtimol yuqori. Lekin ularda bunaqa kuzatilmayapti. Yoki boshqa agar mana bu bo'lganda mana bu narsa bo'lardi deb keltiradi va o'shalarni bitta demak bu bo'lishi ehtimoli kam. Buni asosiy sababi demak mana shu smartfon, ya'ni qo'l ostida bemalol inson internetga kirish imkonini beradigan va ijtimoiy tarmoqlarga anaqa qilib kirib o'zini boshqalarga solishtirish, mana shu narsalar virtual olamga kirish bilan bog'liq, o'shaniga kirishni juda ham osonlashishi bilan, keng tarqalishi bilan bog'liq ekanini ishonarli tarzda ko'rsatib beradi. Hozir virtual olam va real olam deb keltirib o'tganda, endi biz Jamshid aka real hayotdan uzoqlashib ketdik deyilgan. Balki virtual olamga kirib, balki umuman boshqa narsalarni kashf qilish mumkindir. Ya'ni chunki hozir yosh avlod, endi biz qatori yoki umuman hozirgi Z avlod desak, ular bilgan texnologik bilimlar boshqalarga ancha qiyin, murakkab. To'g'ri, o'zi haqiqatdan endi ijtimoiy tarmoqlar deymizmi, internet deymizmi, butunlay bir qoralab, yomonlab tashlaydigan narsa emas. Unda haqiqatdan foydali narsalar, foydali ma'lumotlar juda ham ko'p. Dunyo qarashi kengayishi mumkin, ko'p yana qo'shimcha bilimlar orttirishi mumkin. Hattoki qo'shimcha ko'nikmalar, texnik ko'nikmalarni dasturlashmi, shunga o'xshagan bir ko'nikmalarni orttirishi mumkin va orttirishyapti ham. Yoshlarda bu narsa yo'q emas, kuzatiladigan narsa. Ammo bu yerda muammo shundaki, aynan o'smirlik davri insonning hayotida eng ta'sirchan davri. Uning fiziologiyasi, miyasini ishlashi, organizmi, hissiy bir sezgirligi nihoyatda o'tkir bo'ladi, juda ta'sirchan bo'ladi va buni sababi shuki, chunki bu o'smirlik juda qisqa davr ichida inson tez muddatda ko'plab bilimlarni qamrab olib yutish kerak, ya'ni o'zlashtirish kerakki, katta inson, ya'ni ulg'aygan inson qatoriga qo'shilish uchun. Ya'ni o'zi o'smirlik davri ham o'zi bu deyarli bizning yangi zamonning bir belgisi. Ya'ni qadimda balog'at yoshiga yetdimi, jinsiy balog'at holatiga yetdimi, u katta odam hisoblangan. Katta insonni turmush qurgan 15, 14, 12 yoshida, misol, hattoki 12 yoshda ham yoki bir 13-14 yosharli bolani jangga olib chiqib ketishgan. U bola emas, bu katta yigit hisoblangan. Ana endi hozirgi o'shaning uchun juda tez suratda bu yoshlar qancha tez ma'lumotni o'zlashtira oladigan bo'lsa, o'shalar ya'ni yashab qolgan desa ham bo'ladi. O'ziga xos bir tanlovdan o'tilganlarning biz farzandimiz. Demak, juda qisqa muddat ichida insonning miyasi bu yerda mana oyna ochilib, ma'lum muddat kichik paytida bo'ladi, ya'ni shu o'smirlik kelganda birdaniga ochiladi va hissiy, emotsional qabul qilish sezgirligi nihoyatda o'tkirlashadi. Bunda xavf-xatar shundaki, u nafaqat kerakli va foydali narsalardan ta'sirlanadi, balkim zararli narsalardan ham ta'sirlanadi. Bu yerda zararli narsa deganda noto'g'ri xato ma'lumot emas, hattoki bu to'g'ri, bu ham noto'g'ri ma'lumot, noto'g'ri bilim, bu ham yomon, lekin bu ancha tuzalishi mumkin bo'lgan narsa. Eng yomon narsa insonning ko'nikmalariga ta'sir qiladi, fiziologiyasiga ta'sir qiladi. Va bu yerda yanada muammoni chuqurlashtiradigan jihat shuki, va bu narsa kitobda yaxshi asoslab berilgan deb o'ylayman. Texnologik kompaniyalar bu holatdan suiiste'mol qilishadi. To'g'ri, davlatlar cheklagan, 12 yoshgacha yetmagan bo'lsa YouTube'ga yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga kira olmaydi degan go'yoki cheklovlar qo'yadi va bu kitobda misollar bilan keltirilgan, osonlik bilan yosh bola osonlik bilan chetlab o'ta oladigan qilib belgilangan. Shu ya'ni dasturlarda, programmalarda. Hattoki muallif Zuckerberg bilan shaxsan muloqot qilib, shu muammoni aytadi 2012-yilda, xotiram adashmayotgan bo'lsam, va bir necha yildan so'ng haligacha bu muammo bartaraf qilinmaganligini va muallif e'tirof etyapti. Va mana shu insider informatsiya, ya'ni ichki shu texnologik kompaniyalardan chiqqan odamlarning e'tiroficha, bu atayin qilinayotgan narsa
agarki deylik Instagramda yoshlarni kirishini cheklasa, haqiqiy bir jiddiy ravishda cheklaydigan bo'lsa, ular TikTokka yutqazib qo'yishadi. Demak, mana shu raqobat asosida mana shunday bir texnologik manipulyatsiyalar qurboni bo'lishi nihoyatda oson va bolalar ta'sirchanligi nuqtai nazaridan eng, ya'ni zaif, ya'ni уязвимый deydi. Eng zaif bir kategoriya, bir toifa hisoblanadi. Hattoki katta odamlar ham o'zida his qilishadi, lekin katta odam muammolar bilan, mushkul hayot bilan, maishiy bir holatlar bilan va o'zini o'zi ancha nazorat qila olishi, gormonlari joyiga tushgan, shu holat bilan bu vaziyatdan chiqib keta oladi. Lekin yoshlar esa mana shu juda qisqa davrda katta bir ziyon o'zlariga yetkazib qo'yishi mumkin bo'ladi. Demak, o'sha texnofeodalizm deydi-ku, texnofeodallar o'ziga qanchalik tez og'ish moyil bo'lgan qatlamni qanday bo'lmasin algoritmlar orqali jalb qilib oladi desak. Hali Bekzod aka qiz bolalar haqida aytib ketdilar hamda hamcha o'g'il bolalarni shu to'g'ri tushungan bo'lsam, qiz bolalar hamda o'g'il bolalarga ta'sir qilishi har xil yoki boshqachami? Mana shuni shu haqida bir tushuntirish berib ketsangiz agar. Shunaqa, ya'ni bu yerda ko'rsatish bo'yicha demak va bir qancha men dalilni ham yig'ib keldim bugun. Rostdan ham qiz bolalarda ma'lum o'sha ruhiy buzilish ko'rsatkichlari oshishi o'g'il bolalarga nisbatan ancha yuqori bo'lgan. Ya'ni ikkala toifa o'smirlarda ham, qiz bola, o'g'il bolalarda ham o'sish bo'lgan. Umumiy olganda o'sha mana shu aynan smartfonlarni paydo bo'lishi, keyin ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo'lishi va keyingi yoyilishi bilan birga ularda o'sish bo'lgan ikkalasida ham, lekin qiz bolalardagi o'sish sur'ati ancha tez bo'lgan, ancha yuqori bo'lgan ko'rsatkichlari. O'sha foizi ham, ya'ni masalan o'z joniga qasd qilish, o'ziga zarar berish, depressiya holatlari o'g'il boladan ko'ra ancha yuqori bo'lgan qiz bolalarda. Endi buni muallif ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, umuman olganda mana shu smartfonlardan va ular orqali olingan nima bo'ladi, biz access deymiz-ku, erishuv o'sha internetga va turli ijtimoiy tarmoqlar va resurslarga o'shandaga foydalanishni farqlari bilan bog'laydi. Ya'ni asosan qiz bolalar masalan deylik Instagramdan o'g'il bolaga nisbatan foydalanish ehtimoli yuqori, moyilligi yuqoriroq, ko'proq foydalanadi va bu o'z navbatida nimaga olib keladi? Ijtimoiy solishtirish deb aytadi buni, ya'ni ijtimoiy taqqoslash, o'zi bilan boshqalar bilan o'zini taqqoslash. Mana shu narsalar qizlarda ko'proq oshadi. Keyin qizlarda masalan har xil negativ feedback, o'sha o'ziga berilgan negativ izohlar, kommentlarga bo'lgan ta'sirchanligi yuqoriroq qizlarda. O'g'il bolalarda ham masalan bu narsalar oshgan, lekin o'g'il bolalarda bu internetga erishuvni oshishi bilan yoki tezlashishi bilan, smartfonlar yoki boshqa planshet va hokazo gadjetlarning ko'payishi bilan ularda foydalanishidagi moyilliklar boshqacharoq bo'lgan. Ular masalan o'g'il bolalarda nisbatan ko'proq o'sha virtual o'yinlar o'ynash qizlardan ko'ra ko'proq, yoki ular pornografiya bilan ko'proq ko'rgan masalan shu narsalarni, ya'ni qizlardan ko'ra, ya'ni foydalanishdagi farqlar tufayli keyin qiz bolalarda ham yana bir xususiyatni aytgan, masalan bu yerda internalizing, externalizing factors deydimi, shunaqa conditions deydi, ya'ni ichga yo'nalgan, tashqariga yo'nalgan. Qiz bolalarda ko'proq ichga yo'nalgan holat yuqori bo'ladi. Ya'ni biror bir negativ holat bo'lsa, uni ichida siqilib, masalan, o'sha ichga yo'naltiradi. Unga qarshi reaksiyani o'g'il bolalarda ko'proq tashqariga yo'nalgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Ya'ni agressiya bilan, boshqalarga o'zini o'sha agressiyasini ko'rsatish bilan ko'proq reaksiya qiladi o'g'il bolalar. Va shu sabablar tufayli ham qiz bolalarda bu narsalar ko'proq bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu hozir ham qizlarda aytdik-ku, ularda o'ziga jarohat yetkazish holatlari ko'p bo'ladi. Suitsid bo'lmasligi mumkin, lekin jarohat yetkazish bu o'ziga e'tiborni jalb qilish bilan bog'liqmi? Jarohat yetkazishning ichiga yana bir anoreksiya kiradi, ya'ni ovqat yemay ozishga harakat qiladi. Demak, bu ko'proq tashqi ko'rinish haqidagi bir masala bilan bog'liq. Bilamizki, qizlarni o'g'il bolalarga nisbatan o'sish jarayonida xususiyati o'yinlariga qaraydigan bo'lsak, ular qo'g'irchoqlar bilan o'ynaydi, ularni kiyintiradi, ularga uy-joy qiladi. Bir tarafdan bu katta hayotga tayyorgarlik. Ya'ni bir tarafdan ular farzandini o'stirishga tayyorlangandek tayyorlanishadi.
ya'ni chaqaloq qo'g'irchoqlar bo'lsa, lekin Barbiga o'xshagan qo'g'irchoqlar bo'ladi yoki boshqacha, ya'ni milliy kiyimli qo'g'irchoqlar. Bu chaqaloq emas. Ya'ni katta bir yoshi kattaroq bo'yi yetgan qizlarni bir qo'g'irchog'ini kiyintirishadi. Bu demak, ular o'zlarini tayyorlayaptilar aslida. Va yaqin dugonalari bilan, yaqin o'rtoqlari bilan bir-biriga shu nima deydi, xolakasim degan shu o'yinlar bo'ladi. Demak, bu jiddiy katta bir hayotga tayyorgarlik aslida. Endi Instagramga kirib qolgandan keyin ularda bu ehtiyoj bor, nimanidir yasantirish kerak, nimanidir chiroyli qilish kerak. Haligi orqa kameraga qo'shilib yana oldin kamera qilgandan keyin ular qo'g'irchoqni emas, ular nima qiladi? O'zlarini yasantirishadi. Filtrlardan foydalanishadi, har xil narsalarni kiyib ko'radi, bezanadi. Endi go'yoki bu unaqa bir yomon narsa emasdek, lekin bu yerda katta xavf-xatar borki, birinchidan bu ommaga chiqyapti va ommaviy izohlar qurboni bo'lishyapti. Buncha xunuksan, boshqa har xil gaplar. Bu narsa juda qattiq ta'sir qiladi bu ayol zotiga va undan tashqari yana bundan suiiste'mol qiladigan har xil bir nima deydi, fikri buzuq, psixikasi buzuq odamlarning suiiste'mol qilishiga ham imkoniyat paydo bo'lyapti. Bu pedofillar, boshqa narsalar. Demak, zarba, ya'ni bu ochilib ketdi va zarba har tomondan kela boshladi. Qizlar esa, qizlar, bolalar ham bu naqangi hayot tarziga ularda hech qanaqangi tayyorgarlik bo'lmagan. Na ular qandaydir bir irsiy tayyorgarlik mavjud, na ota-onasi bu narsani bilgan, bu narsani boshdan o'tkazgan bilmaydi, hech narsa u bilmaydi. Demak, ular yuzma-yuz shu katta bir texnologik bir to'fonga yuzma-yuz bu kichkina qizchalar va bolachalar to'qnashib qolishyapti. Hamma muammo, hamma xatar o'zi aslida shu. Va bu muammoni qanchalik to'g'ri tushunilsa, qanchalik to'g'ri anglansa, bunga qarshi tura olish shunchalik oson. Qarshi turish va bunga munosib bir hayot tarzini qurish, tarbiya tarzini belgilash qiyin emas, oson. Faqat asosiy narsa bilish kerak. Shu kitobning shu birinchi yarmi asosan mana shu ma'lumotlarga qaratilgan va ya'ni empirik dalillar ham keltirilgan va sabab oqibat zanjirlari ham yaxshi ochib berilgan. To'g'ri, menda to'g'risini aytaman, men o'qiyotganimda, "Xo'p, nima qilish kerak ekan? Bo'ldi, men tushundim. Nima qilish kerak ekan?" degan fikr keldi. Tavsiyalar bor, yo'q emas. Hattoki shu birinchi nazariy joylarda ham ko'rish mumkin. Lekin sabr qilib o'qish kerak bu ma'lumotlarni. Chunki qancha chuqur bilsa va bu narsani oila davrasida qancha ko'p muhokama qilishsa, farzandlari bilan, tanishlari bilan, farzand yoshlarga aytsa, qanday mexanizmni tushuntirsa, keyingi shu amaliy berilgan tavsiyalar shuncha effektiv ishlaydi. Bu nihoyatda muhim. Va men o'ylaymanki, muallifning strategiyasi ham shundan iborat bo'lgan. Ya'ni dalillar bilan boyitib, pishitib, siz ya'ni tizimni tushuntirib, muammo nima? Muammo har doim tizim. Uni sababi bor, oqibati bor, zanjiri bor, bir-biriga ta'sir qiladigan bir shu nima fosil doira deydi-ku, bu aytilgan shu mexanizmini ko'rsatib beriladi. Shu ko'ringandan keyin bu bilan ishlash ancha osonlashadi. Men shu kitobni o'qib o'zga, ya'ni bundan tavsiyalar oldingiz. O'zingizning hayotingiz, farzandlaringiz bilan bir hayotingizga tatbiq qilganingiz nima bo'ldi? Eng foydali topganingiz? Endi to'g'risini aytaman, men eng asosiy olayotganim, men qaysi bosqichdaman, o'zim tushunib farzandlarim bilan bu haqida gaplashish. Men farzandlarim o'smir hammasi. O'smir desa ham bo'ladi, o'smir. O'shaning uchun ular aynan shu davrda, men ko'z o'ngimda bo'layotgan narsa. Bu ichidagi kitobdagi shu ba'zi bir ma'lumotlarni aytsam, bilamiz deydi, bilaman deydi, mana o'qigan. TikTok, Instagramda shu kitobmi yoki boshqa ma'lumotlar asosida bir informatsiya chiqib turadi ularga. Ularga ham yangilik yo'q. Endi suhbatlashish kerak, gaplashish kerak, shu bosqichdaman, lekin ham haligi yomon darajaga ham o'tib ketmagan. Shunaqa umid qilaman. Lekin o'g'illarim haqiqatan bir o'yinni yaxshi ko'rishadi. Endi darsni qoldirmaslikka harakat qilamiz, kuzatamiz. Lekin o'yinni shunchaki tortib ola olmasligimni men bilaman, his qilaman. Chunki men uni yoshida bo'lganman, men bilaman. Men ham o'yinga qiziquvchan bo'lganman, lekin ya'ni bu yerda asosiy bir mujda shuki, oltin o'rtalikni topa bilish, bir hikmat qilib bir o'rtalikni topa bilish. Keskin bir narsani man qilish bilan ya'ni bir ish bitmasligi mumkin. Ya'ni asosiy bir prinsiplarni o'zlashtirib,
har bir oila, har bir inson o'zining holatiga moslashtirish mumkin. Hozircha men shu narsa deya olmayman, balkim keyinchalik o'z tajribam bilan 1 yildan keyin bo'lisharman. Nasib. Menimcha har bir oila, har bir ota-ona uchun umumiy bo'lgan bir muammoni aytdingiz hozir. Mana kimni farzandi bo'lsa, hattoki bolalarga 1 yoshga yetmasdan ham oldin ham o'sha kimdir yig'lamasligi uchun, kimdir naborot uxlab qolish uchun haligi ishlatish ham raqam. Tushundikki, hattoki ularni ta'sir qilishi ularni jinsiga ham bog'liq ekan, o'g'il bolaga yoki qiz bolalikka, hamda bu yerda o'sha boshqa muammo. Demak, axborot xurujlari ularni ham hisobga olish kerak, hamda qanaqa ular bo'lishi mumkin, hamda ular qaysi kanallar bo'yicha kelishi mumkinligini ham. Hali empirik ma'lumotlar haqida aytdingiz, shuni o'ylab qoldim. Hamma davlatda ham bir xilmi mana shu muammoni tarqalishi? Ya'ni hali bular o'rganilgan, demak, Amerikada, Yevropada o'rganishgan bo'lsa, balkim Osiyoda ham o'rganishgandir. Hamma davlatda ham bir xilmi mana shu muammolarni hali prosentlar bor, masalan, o'rganib chiqishgan, hamda 30 yoshdan kattalarga qanaqa ta'sir qilgan, 30 yoshdan kichiklarga qanaqa ta'sir qilgan. Hamma joyda ham bir xilmi? Shu haqida kitobda shunaqa fikrlar bormi, yo'qmi? Endi buni hamma joyda bir xil emasligini ayta olish uchun biz o'sha mamlakatlarning hammasida yoki har xil turdagi har xil toifaga kiruvchi mamlakatlarda tadqiqot qilish kerak. Masalan, rivojlanayotgan yoki yuqoriroq, pastroq rivojlangan, o'rtacha rivojlangan, Yevropa, Osiyo va hokazo, Afrika. Gap shundaki, ilmiy tadqiqotlarni qila olish imkoni o'sha ma'lumotlarning qanchalik mavjudligi bog'liq. Va hozirgacha qilingan tadqiqotlar eng ko'p asosan rivojlangan mamlakatlarda qilingan. Bu birinchi navbatda AQSh, Yevropa mamlakatlari, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya, shunga o'xshagan mamlakatlarda qilingan va ularni hammasida umumiy trend bir xil. Ya'ni ko'rsatgan har xil misollarda ko'rsatganda AQSh, Kanadada, Avstraliyada, Shvetsiya, bir qancha o'sha mamlakatlardagi ma'lumotlar asosida qilingan tahlillarni ko'rsatgan va umumiy olganda shu aynan shu davrda o'smirlar orasida yoki balog'atga yetgan va yoshlar o'sha balog'atga yetish davridagi o'smirlar orasida turli ruhiy muammolarning ortishi umumiy tendensiyasi bir xil. Ya'ni foiz hisobida ortish farq qiladi albatta, yoki qanchalik darajada balki sal 1-2 oy ba'zi joylarda kechikkan bo'lishi mumkin, lekin umumiy holatda hammasida o'sish bo'lgan. Endi bizga o'xshagan mamlakatlarga keladigan bo'lsak, yoki masalan rivojlanayotgan mamlakatlarda afsuski unaqa darajada ma'lumotlar yo'q-da. Ya'ni bizda unaqa klinik ma'lumotlar ham unchalik yig'ib yoki umumiy ommaga taqdim qilinmaydi. Unaqa tahlil qila olish uchun-da, tadqiqot qila olish uchun. Yoki shunchaki yig'ilmaydi ko'p unaqa ma'lumotlar. Yuqori sifatli ma'lumotlar kam bo'lgani uchun ularda afsuski hali tadqiqotlar yetarli emas va bunaqa tadqiqotlarni ko'paytirish kerak. Lekin boshqa tomondan umumiy kuzatilayotgan holatda shunaqa deb taxmin qilishimiz mumkin. Ya'ni biz chunki o'zimiz ham kuzatyapmiz, o'zimiz farzandlarimizni ham ko'ryapmiz umumiy holatda va texnologiya hozir bir joydan ikkinchi joyga tarqalishi juda tez. Masalan, AQShda yoki boshqa joyda yoki Xitoyda chiqqan texnologiya bizda bir necha oy avval, balki 10-15 yil kerak bo'lsa, hozir juda qisqa vaqtda kirib kelyapti. Ya'ni va umumiy olganda insonni, o'smirlarni o'sha turli holatlarga o'zgarishlarga reaksiyasi va hokazoda umumiylik bo'lgani uchun juda bir-biriga o'xshagan odamzod baribir. Shuning uchun bizda ham shunaqa holat kuzatilyapti yoki bundan keyin kuzatilishda davom etadi deb aytish mumkin, taxmin qilish mumkin. Lekin baribir tadqiqotlarni ko'paytirish kerak. Yaxshi savol. Men qo'shimcha qilgan bo'lardim, ham bir qandaydir bir qo'shimcha emas, bir taklif sifatida mana yoshlar bilan, bolalar bilan ishlaydigan psixologlarimiz bor. O'shalardan ham so'rashimiz kerak, so'rab ko'rishimiz kerak. Ular o'sha hech bo'lmasa shu kitobdagi ma'lumot bilan tanishsa, ular aytishi mumkin. Haqiqatdan o'zlarining tajribalaridan shunaqangi bir siljish, o'zgarishni sezishyaptimi yo'qmi? Men o'ylaymanki, ular bundan fikr bildira olishadi. To'g'ri, bu endi statistik ma'lumot, empirik bir ma'lumot emas, lekin professional bir, individual bir professional kuzatuv ma'lumot foydali bo'lardi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, shundan so'rasa. Menimcha eng birinchi ekspertlarning fikri menimcha muhimroq darja. Endi uning uchun shu ekspertlarga shu kitobni yetkazish kerak. Har qanaqa tadqiqot bu bilan bog'liq ekspertlarning fikri hammasi foydali. Menimcha ham ekspertlarning fikri yig'ish kerak, ham iloji boricha bunaqa tadqiqotlar uchun ma'lumotlarni yig'ib tadqiqot qilish. Nima uchun kerak? Nima uchun? Biz o'zimiz bilib qo'yishimiz uchun emas, balkim
bu kitobning g'oyasida kelayotgan xavf xatar nihoyatda shunaqangi jiddiy ekan, demak bizda ham kerakli qonunchilikda bir zaruriy o'zgarishlar kiritish kerakdir. Va shu qonunchilik doirasida tashabbus qiluvchilar, deputatlarmi, shu qo'mitalarda o'tirgan odamlar ham bu nafaqat bu kitobdagi ma'lumotlarga, balki o'zimizdagi ekspertlarning fikrlariga, mulohazalariga tayanishlari kerak bo'ladi. Xavf xatar jiddiy ekan, demak buni o'rganish kerak. Ya'ni imkon qadar statistik ma'lumotlar orqalimi yoki ekspertlarning, ya'ni klinik psixologlarning, ya'ni maydondagi psixolog, pedagoglarning, ota-onalarning, hattoki nafaqat ota-ona, buvilar va bobolarning, chunki ular bu nabiralarini, avaralarini bilishadi, nabiralarini bilishadi, bolalarni bilishadi va ular kuzata olishadi bu narsani. Har tomonlama ijtimoiy ma'lumotni yig'ib, haqiqatdan shunga munosib bir qandaydir bir xatti-harakat qilinishi kerak deb hisoblayman. O'sha xatti-harakatlar haqida gapiradigan bo'lsak agar, mana 2024-yilda chiqqan original kitobning originali. Shu bo'yicha u tadqiqotni natijasida qanaqadir o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Shu model asosida balkim boshqa davlatlarga ham tatbiq qilsa bo'ladi bu tajribani. Kitobni bir xulosa qismini boshi sifatidami, qanaqadir bir amaliy tavsiyalar beriladimi yo'qmi nimalar bo'yicha? Mana shu muammoni oldini olish yoki muammo bor bo'lsa uni yechimi sifatida birorta bir amaliy ko'rsatmalar, tavsiyalar berilganmi yo'qmi? Kitobda berilgan bo'lsa kerak. Kitobda tavsiyalar bor. Oxirgi qismida kitobda aynan tavsiyalar bor va u tavsiyalar ham har xil nima desa bo'ladi, muassasa yoki insonlar uchun, masalan, aytgan davlatlar nima qilish kerak, hukumatlar bu borada nima qilish kerak, ota-onalar nima qilish kerak, texnologik kompaniyalar nima qilish kerak, maktablar nima qilish kerak, bunga qanaqa reaksiya qilish kerak, bu tavsiyalarni berib o'tgan va aytadiki, muallif jamoaviy harakat bo'lishi kerak. Ya'ni bu bitta, masalan, men farzandimga shuni cheklab qo'yishim holatni o'zgartirmaydi, qaytangi farzandimga aksincha teskari ta'sir qilishi ham mumkin, chunki boshqa atrofida hamma o'ynayapti, masalan, o'rtoqlari hammasida, buni olib qo'ysam men qaytangi uni holati yomonlashishi mumkin va jamoaviy harakat bo'lishi kerak deydi. Masalan, misol sifatida aytiladigan bo'lsa, berilgan tavsiyalarga hukumatlar nima qilishi kerak? Hukumatlar demak shu yosh chegarasi bilan qonunlarni qayta ko'rib chiqish kerak. Ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarga kirish yoshi, masalan, ko'p mamlakatlarda hozir 13 yosh bo'lsa, deylik AQShda o'sha boshlangandan beri o'zgarmagan. Buni ko'tarish 16 yoshga ko'tarish tavsiya qiladi. Chunki bu aynan 13 yosh eng bolani o'sha mana shunaqa o'zgarishlarga ta'sirchan bo'lgani va buni oqibatlari jiddiy bo'lishi mumkin bo'lgan yosh. O'shani ko'tarish tavsiya qiladi. Xuddi masalan sigaret yoshini 18 ga cheklagandek, cheklash, ko'tarish tavsiya qiladi hukumatlarga. Texnologik kompaniyalar ham demak o'sha yoshini so'raganda hozir masalan 13 yosh chegara qo'ygani bilan uni bemalol chetlab o'tish mumkin. Shuni ustida ishlashni tavsiya qiladi. Ya'ni buni jiddiy chetlab o'tish oson bo'lmagan yo'llarini yoki ota-onani ochiqcha shu roziligiga kerak bo'ladigan shaklda bir o'zgarish, platformada o'zgarish qilishni, maktablarda o'sha texnologiyani cheklashni dars paytida yoki smartfonlarni qilishni, ota-onalarga shu muqobil topishni bolalarga, ya'ni faqat o'sha mayli ovozi o'cha qolsin yoki menga ishimga xalaqit bermay qolsin berish emas, aksincha birga bolalar bilan o'sha boshqa alternativ bir o'yinlar o'ynash, boshqa alternativ anaqada nima desa bo'ladi, aktivitelar deymiz-ku, faoliyatlar, alternativ mashg'ulotlar topib o'sha bolalarni boshqa alternativ mashg'ulotlar taqdim qilishni tavsiya qiladi. Demak, jamoaviy harakat sifatida bo'lishi kerak deb aytadi. Ya'ni jiddiy tavsiyalar beradi. Endi ancha detallar bor. Tavsiyalarning oxirgi bobi asosan faqat shu tavsiyalarga mo'ljallangan. Haligi yosh bo'yicha cheklashni har xil faoliyatni, masalan, aytdingiz, sigaret nima qilish, ularga qo'shimcha sifatida masalan do'konlar, har xil davlatlarda yosh cheklangan, alkogol sotish yoki mashina haydash uni ham yosh bo'yicha cheklashi bor-ku. Telefonlarni ham menimcha haligi nima, bitta telefonda ikkinchi telefonni kontrol qilib, nazorat qila oladigan nimalar, funksiyalar bor. Aytdingizki, ota-ona nazorati degan boshqalar ham bor. Yokisi taklif sifatida, balkim buni iloji bormi yo'qmi bilmayman, bolalar telefoni yoki ota-onalar kattalar telefoni qilib ajratib chiqarsami, yaqinda planshet olganman masalan, u planshet qarasam, u planshet
faqatgina 13 oy ichida bordi. Planshetni aslini olganda uni programmist qilsa, boshqa narsa ham yozsa bo'ladi, lekin faqat ichida faqat o'yinlar. Mani kichkina farzandim o'shani bir 2 kungina o'ynardi xolos, chunki u katta planshetga o'rganib qolgan ekan. Aqlini biladi deb. U qarang, уже o'rganib qolgan, уже ko'proq kattaroq haligi nimaga, ko'proq imkoniyatga ega bo'lgan planshetga o'rganib qolganda, ichi to'la o'yin. Lekin uni tan olmayapti. Bitta ko'rib chiqdi, hammasini ko'rib chiqdi. Shundoq grafikasi ham bunaqa kuchli emas, chunki bu bolalarnikida. Shundoq qo'yib qo'ydi, o'sha hali ham turibdi o'sha planshet. Bunga o'tib ketgan. Balkim agar shu narsa oldindan mana katta planshet berilmaganda edi, o'sha planshetda qolarmidi? Chunki meni yosh paytimda unaqa hatto bu haligi sifatsiz planshet ham yoki kichkina bolalarning plansheti ham bo'lmagan u paytda. Bir nima sifatda-da? Ya'ni buni asosiy xavfi ham shunda-da, buni ya'ni smartfonlarni bu cheksiz kontent bor-da, u yerda xuddi bolani shunday olib akangga tashlab yuborgandek gapda, ya'ni boshida kichikroq bunaqada o'rgatmasdan turib, aynan shuning uchun ham shu holatlarni katta ehtimol, ya'ni o'sha ruhiy muammolarning kelib chiqishi, ortishi kuzatilgan. Chunki ya'ni cheksiz o'tda bo'lgani uchun bu juda zavqli. Odam masalan bitta narsa bola tez zerikadi-ku. Bir narsadan zeriksa boshqa narsa doimiy o'zgaraveradi-da. Bu doimiy ya'ni dopamin anaqa beraveradi-ku. Bitta narsani qayta qilsa o'sha zerikadi. Agar u cheklangan kontent bo'lsa, qanchadir vaqtdan keyin zerikadi. Buni smartfonlar anaqasi, smartfon va u beradigan imkoniyatlarni o'sha xavf-xatari ham aynan shu cheklanmagan va har gal yangi bir anaqa kontent bera olishida doimiy va shu orqali bog'lab qo'yadi o'ziga. O'sha raqamli detoks deydimi? Hedonik moslashuv va perseptiv moslashuv degan bo'lar. Ya'ni bolaga birinchi bergan zavqni undan pastroq darajada bergan zavq yengib keta olmaydi. Endi yana muhim jihatlarni aytib o'tish kerakki, tavsiyalari juda ham oddiy tavsiyalar ham bor va kompleks qaralish kerak bo'lgan tavsiyalar bor. Oddiysi bu maktablarni telefonsiz qilish. Telefonsiz maktab, ya'ni uni tortib olib buzib tashlash emas, hammadan telefonni yig'ib olish. Shu bir oddiy endi. Lekin man qilish o'rniga yana nimadir ham taklif qilish kerak o'rniga. Ya'ni bir jonli o'yinlar, shu turli xil to'garak mashg'ulotlari va ayniqsa uyda ota-onasi birgalashib kitob o'qishi, suhbatlashi, shunga ya'ni ko'proq e'tibor berish kerak deyiladi. Demak, yana nimadir demoqchi edim, chiqib ketdi xayolimdan. Asosiy haqiqatan bu kitobda ham oddiy yechimlar ham berilgan va murakkab kompleks yechimlarga ham e'tibor qaratishligi va qaysi yo'nalishda harakat qilish mumkinligi belgilab berilgan bu kitobda. Mana shu ta'lim sohasida bugungi ertalar bo'lgan narsani aytishim mumkin. O'g'limni sinfidagi 10-sinfdagi sinf rahbari matematika darsidan uchta dumaloq haligi xabar tashladilar Telegramdan. Jahllari chiqib, kuyinib tashladilar. Mana ota-onalar ko'ringlar, ota-onalar gruppasiga bundoq tashladilar matematika darsidan. Qani deb turib bitta aylanib chiqdilar. Daftaringlarni olib chiqinglar deb turib. Sinfda hozir aytaman 18 ta odam o'tirgan bo'lsa, o'quvchi o'tirgan bo'lsa, o'shani 3 tasida o'zini daftari chiqdi. O'zini daftari. Ikkitasi umuman boshqalik, bittasi fizikani, bittasi biologiyani olib turib, "Men matematika daftarim" deb o'tirgan ekan. Bolalar buni haligi ustozining kuyinganini hattoki jiddiy ham qabul qilmayapti. Hamda rostdan ham daftarlari yo'q matematika nimasi bo'yicha. Keyin o'sha nima bo'yicha o'sha paytda o'g'lim uyda edi. Ozgina sog'liq mazasi yo'q edi. Men ham qani bu yoqqa maktab matematika daftaringni olib kelgin desam, hali ham bor ekan, hammasi yozilmagan, lekin daftari bor ekan o'shaniki. Uni ham baribir o'shaning ta'sirida bunday ko'rsatib qo'ydim. Sen agar mana shunaqa qiladigan bo'lsang, sen bilan boshqacha gaplashib qo'yaman deganday qilib turib gaplashib qo'ydimda. Mana shu ta'limda keyin hozirgi mana shu smartfonlarga o'tish bitta psixologlar bizga o'rgatgan, ya'ni ma'lumot qabul qilishning darajalari. Masalan, kimdir sizga aytib berishi mumkin, bu birinchi. Agar keyin sizdan o'sha eshitgan ma'lumotni aytib berishni nima qilsa, bu ma'lumot qabul qilishni kuchaytiradigan yana bitta omil. Agar u ma'lumotni siz qo'lingiz bilan yozsangiz, bu
bu uchinchi kanal sizga kiradigan va hokazo va hokazo. Agar siz uni yana ma'lumotni olib turib, yana uni o'zingiz haligi fikr aylantirib nima qilib misollar bilan to'ldirib yozib beradigan bo'lsangiz, ma'lumot qabul qilish 4-chi darajasi, kuchaytiradigan darajasi. Mana shularning hammasi menimcha, hammasi yoki asosiy qism mana shu smartfonlar bilan yo'qolib ketgan menimcha. Chunki qo'li bilan yozmaydi, qaytarmaydi, diktant qilmaydi yoki inshoga o'xshagan narsalar yozib bermaydi. Ya'ni bularning hammasini o'rnini smartfonlar egallab haligi qo'l bilan bosish bo'lib qolgan xolos. Men hattoki o'zimning darslarimda talabalarni nimasiga, pochirgiga qarab ham pochirgiga qarab ham u narsani ko'raman, chunki hammasi ko'p yozishga o'rganmagan odamlarning pochirki. Hali bir ikkita istisno sifatida bir ikkita chiroyli yozadiganlar bor, lekin kattasi ko'p qismi nima qiladi? O'zini pochirki, yomon pochirk. Chunki yozishdan chiqib ketishgan desa ham bo'ladi. Shuni ham menimcha o'sha smartfonlarning ham ta'siri juda kuchli, yomon ta'sir qilgan menimcha. Smartfonning ta'siri o'sha muloqotga ta'siri haqida gaplashsak-da, ya'ni smartfonda siz men bilan real gaplashib turibmiz, eye contact bor, his qilyapsiz, nafas olyapsiz, hammasini bor, his qilyapmiz. Ya'ni faqat ma'lumot yetkazish, nimani aytishim kerakligi haqida o'ylamayman-da. Shu narsa, misol uchun o'yinlarda yoki real social o'rtoqlari bilan bo'layotgan jarayonda, jamoaviy o'yinlarda bo'ladi endi. Agar telefonda bo'lsa bu narsa yo'q, ya'ni sinxronlik yo'q. Misol uchun futbol o'ynasa ustini bittasini yiqitib qo'yadi, ya'ni yelkasini urib qo'yadi, ya'ni uzr so'raganday qilib. Ya'ni bu insonda muloqot qilish qobiliyatiga qanchalik zarar yetkazadi? Albatta jiddiy zarar yetkazadi. Buni ham bu haqida ham ancha aytilgan, aynan shu bolalikni o'zgargani, qayta qoliplanishi deydi-yu, ya'ni avvalgi bolalik bu o'yin markazli bolalik bo'lsa, hozirgi o'sha Z avloddan boshlangan bolalik bu telefon markazli bolalik va aynan shu xususiyati ham shunda telefon markazli bolalik, ya'ni muloqotni avvalgi ko'rinishdagi muloqotlarning yo'qolishi. Ya'ni avval asosan o'rtoqlar bilan o'sha fizik o'yinlar o'ynagan bo'lsa, ko'proq muloqot qilgan bo'lsa, hozirgi anaqada asosan ya'ni real olamda ko'proq munosabatga kirishgan bo'lsa odamlar bilan, bu yerda virtual olamda o'tiribdi yoki virtual do'stlar bilan qanaqadir muloqot qilyapti, birga o'yin o'ynayapti va bu aynan o'sha bundan keyingi hayotda kerak bo'ladigan ko'nikmalar shakllanishiga jiddiy ta'sir qilyapti. Ya'ni masalan muloqotda siz agar biz doimiy muloqot qiladigan bo'lsak, o'zimiz juda muhim ko'nikmalar shakllanadi. Bu natijasi masalan siz bir narsa deydigan bo'lsangiz, men unga tinglab tushunishga harakat qilaman, unga javob qaytaraman yoki masalan sizni nima xafa qilishini, nima xursand qilishini o'rganib olaman. Masalan do'stlik, haqiqiy real olamdagi do'stlikni qaraydigan bo'lsak, bu jiddiy o'sha insonlar bilan munosabatda keyinchalik masalan konfliktni nazorat qilishda, stressni nazorat qilishga kerak bo'ladigan jiddiy ko'nikmalar-da. Keyinchalik ish hayotiga ham, umuman hayotga kerak bo'ladigan. Smartfon, o'sha telefon markazli bolalikda esa bu ko'nikmalar yetarlicha shakllanmay qoladi. Endi odam masalan siz gapirasiz, sizni tushunmaydi, ya'ni boshqa narsa javob beradi yoki deylik konfliktni yetarli darajada boshqara olmaydi yoki o'zini qanaqa tutishni bilmaydi, ma'lum bir konfliktga kirganda yoki stressni qanaqa boshqarishni bilmaydi. Bu esa albatta keyinchalik hayotiga ta'sir qiladi va aynan shu ham mana shu xavflari, asosiy xavflari shuda. Chunki masalan agar vaqtini o'tkazib bir narsa bilan shug'ullanib deylik qaysidir ruhiy anaqa yolg'iz his qilishi, o'zini ba'zi ruhiy muammolar oshsa, keyin agar buni butunlay to'xtatib qo'ysa, ma'lum davr o'tib tiklanishi mumkin va jiddiy bu haqida tadqiqotlar ham bor. O'sha masalan 1 oy, 2 oy, 3 oy Facebook, Instagram, TikTok masalalardan to'xtatib, ya'ni shug'ul agar shularga kirmasa, odamlarda jiddiy o'sha ruhiy ko'rsatkichlar yaxshilangani haqida tadqiqotlar bor. Aynan shu ruhiy ko'rsatkich yaxshilanishi mumkin, lekin boshqa tomondan aynan shu bir necha yil deylik o'smirlik davrida shunaqa holatda o'tgan bolalarni ma'lum ko'nikmalar shakllanmay qolishi jiddiyroq xavfda. Ya'ni uni qayta tiklash qiyin, qobiliyati yo'q. Insonlikda qayta tiklab olish qiyin-da. U qisqa vaqtda shakllanmaydi. Agar u o'sha davrda shakllanmagan bo'lsa, o'sha yoshda olish kerak bo'lgan ko'nikmalar o'sha yoshda olinmagan bo'lsa, undan keyin olinishi juda qiyin, ya'ni o'rganilishi. Va bu aynan eng jiddiy muammolardan bittasi bu. Mana shu mantiqiy davomi sifatida mana shu hozir muammoni aytdingiz. Tasavvur qilaylik, jamiyat aytaylik 1000 kishidan iborat mana shunaqa jamiyat.
hammasi mana shunaqa o'sgan o'smirlar. Ular bir 25, 30 yoshga balog'atga ham yetishdi. Mana shunaqa nimani smartfon markazli munosabatlar va shu hayotda shu jamiyat qanaqa jamiyat bo'lib shakllanadi, qanaqadir bir tasavvur qilishga iloji bormi? Ya'ni hamma shunaqa. Hamma behalovat. Hamma shunaqa. Hamma behalovat. U qanaqa Normaga aylanib qolish. normaga aylanib qolsa, u qanaqa odam? Ana shu insonlar qanaqa insonlar yoki bu jamiyat qanaqa jamiyat bo'lishi mumkin? Ya'ni buni menimcha mantiqiy qanaqa bo'lishi mumkin? Gaplashadi, ya'ni emojilar qo'yib, ha? Hozir ham уже boshlangan ama unaqa qilib. Qo'li bilan qiladi, undoq qiladi qo'li bilan. Boshqa narsa qiladi, ya'ni emoji qilib. Lekin bilasizmi, insonni fikrlay olish qobiliyati uning ijtimoiyligidan belgilanishi, bu ilm bilan, fan bilan, bu qadimiy ta'limotlar bilan isbotlangan narsa. Bolani bir Mowgli qilib o'stirsa, u hech qachon inson bo'lmaydi. Ma'lum vaqt o'tib ketsa, u inson bo'lmaydi, chunki unda shakllanish kerak bo'lgan shu miya bir qatlamlari shakllanmay qoladi. U faqatgina ijtimoiy fikr muloqot doirasida bo'lsagina o'sha fikrlash qobiliyatini shakllanadi. Hattoki men degan tushuncha ham insonni ijtimoiy tushuncha aslida. Men va sen va u qilib ajratish uchun. Agar bu holat bo'lmasa, demak shakllanmaydi. Endi siz aytayotgan holat bo'ladigan bo'lsa, bu yoshlar, bu insonlar, endi yoshlar emas, bu o'ta primitiv darajasiga tushib qolgan xalqlarga, odamlarga aylanib qoladi. Ya'ni murakkab bo'lmagan signal berish, oddiy bir mana biz gapirganimizda yoki kitoblarda qanaqa yoziladi? Kitobdagi jumlalar, gaplar nutqimizdan ko'ra murakkabroq narsa. Lekin ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishayotganda, tekst yozishganda kitobiy qilib yozsa-ku, bir ancha yaxshi bo'lardi. Nima qilishadi? Qisqa lo'nda bir emoji qo'yadi, bir so'zlarni qirqadi, boshqa. Demak, bu nima? Oldinga qarab emas, primitivlashib boradi. Bu odamlarni ongi primitiv bir maymunga o'xshab, maymun sifat bo'lib borishadi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ijtimoiy bu normallashgan holatda ham, ijtimoiy holatda tabiat moslashmaydi-ku bunga. Hayvonlar bunga moslashmaydi-ku. Mana bu stol, bu stakan, bu suv, bu fizika qonunlari, butun bir koinot moslashmaydi-ku. Bu odamning miyasi shunaqa oddiy ekan, biz ham bu yor ham moslashmaydi-ku. Endi bu bilan, ya'ni aytmoqchimanki, nafaqat bir ijtimoiy, ya'ni munosabatlar primitivlashib, soddalashib, tubanlashib, bu esa muomalani tubanlashuviga olib keladi, yovvoyilashuviga olib keladi. Uzoqqa bormaylik. Mana nima qilamiz uzoqqa borib? Mana Trump, to'g'ri, Trump bu unaqa bir muhitda o'sib kelmadi, lekin uni qarashida agar bu sen himoya qila olmasang, demak sen bunga egalik qila olmaysan. Bu primitiv jamiyatning tafakkuri, o'g'rilarning jamiyati. Mana o'g'rining psixologiyasi, etikasi, o'g'ri gop-stop o'g'rilarning etikasi, mana qo'lingizda soat bo'lsa, agar siz soatni himoya qila olmasangiz, demak siz bu soatning egasi emassiz. Men shuni soatni torta olamanmi? Demak, men bu narsaga ega bo'la olishga haqqim bor. Tushunyapsizmi? Bu o'ta primitiv bir yovvoyicha, bu hech qaysi bir, bu albatta bir dinlar shakllanganda, madaniyatlar shakllanganda bu faqat jinoiy to'dani tafakkuriga aylanib qolgandi. Tushunyapsizmi? Ana endi bu hozir juda men savolingiz menga juda ham yoqdi. Haqiqatan bu haqiqatda fantastika qilib bunday fikrlaydigan bo'lsak ham, ya'ni agar sen shu stakanga ega bo'la himoya qila olmasang, men tortib olaman deydigan primitiv va undan ham tuban narsaga agar va degan hali zanjir ham bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? To'g'ri oladi, shu stakanni oladi, bo'ldi. Nimaga olding? Nimaga sen shunga haq bo'lding? Hatto tushuntirib ham o'tirmaydi. Va hamma uni normal qabul qiladi. Endi nari shu hayot shu ekan deb moslashadi. Nima qiladi bu? Bu chunki bizning nutqimizdagi gapirishimiz, o'lchovlarimiz, kuzatishlarimiz bizga bu fiziologik berilmagan, bu ming yillar davrida shakllanib kelayotgan bu qoliplar. Bizni shu odam qiladigan narsa bu ming yillar davrida shakllanib kelgan bu tajriba. Primitivlashtirib olsa, bu maymun sifat odamlarga aylanadi. Bu hammasi yo'qolishi turgan gap. Chunki keyingi bu avlod keyingi avlodga bera olmaydi buni, o'tkaza olmaydi. Ya'ni to'ldirish uchun masalan tasavvur qilsak, ehtimol men o'ylayman, agar bu narsa keyinga olib normallashsa qanaqa bo'lishi mumkin? Qaysidir ma'noda haligi
Huxleyning ajib yangi dunyo bor-ku. O'shanga o'xshagan bir jamiyatga o'ylash mumkin. Ya'ni bu o'sha somamidi? Anaqa dori itdagi. Shunaqa rol o'ynayapti deb o'tasiz mana. Ya'ni jamiyat shunaqa bo'lgandan keyin bu qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, haligi kitobimiz taqdimotida Aziz Rahimov aka ham anaqa aytib o'tdilar. Ya'ni ba'zi Waldorf maktablari haqida gapirdilar. Dunyoning 90 tami mamlakatida hozir Waldorf degan maktablar bor ekan. Maktablar tizimi. U yerda u texnologiyasiz maktablarda. U yerda faqat mana bitta maktabni ko'rsam faqatgina 8 ta kompyuter bor. Bitta kompyuterxona bo'lib bo'ldi. Boshqa hech qanaqa texnologiyadan foydalanmaydi. Endi kompyuter ham o'sha bolalarga o'rgatish uchun faqat. Qolgan hamma narsa qo'lda bajariladi. Hatto ekranlar ham yo'q. Va qiziq narsani aytdilar, o'sha ma'lumotda o'sha maktablar ancha qimmat maktablar, xususiy maktablar, lekin u maktablarga bolasini o'sha maktablardagi o'qiydigan bolalarni katta qismi 75% aynan IT sohasidagi insonlarning farzandlari. Paradoks. Ya'ni endi qani bu nima bo'lishi mumkin? Agar masalan bu narsa normallashsa, albatta bu narsani ahamiyatini, ya'ni zararini tushunib yetgan insonlar bor. Ular o'sha masalan maktabda bolalarni o'qitayotgan. Ular bu narsadan omon qolib, qolgan ko'pchilik aholi agar shunaqa ma'lum darajada primitivlashsa yoki tubanlashsa va hokazo, demak, ularni o'sha omon qolganlarni qolgan aholini nima desam, ekspluatatsiyami yoki o'zi xohlaganicha boshqarish ehtimoli oshadi-da. Ya'ni umuman olganda haligi sodda qilib qo'pol qilib ketganda haligi qo'ylash deydi-yu. Bemalol boshqariladigan bir jamiyatga aylanishi mumkin, ko'pchilik. Ya'ni shunaqa holatga. Ya'ni bu xavfli narsa, jiddiy xavfli narsa, chunki siz kimlardir manfaati uchun xizmat qilyapsiz va buni o'zingiz bilmayapsiz-da. Aynan IT sohasidagilar o'zlarining farzandlariga o'sha IT yo'nalish emas, haligi nima klassik nimada maktabda o'qityapti-da, qolganlarga indamayapti haligi. Ya'ni bu jamiyatni demak qanaqadir bir boshqarish osonroq bo'ladigan tabaqalashishi va kimdir ekspluatatsiya qilish jarayonini yana ham jiddiy soddalash kichkina bir guruhni katta jamiyatni. Mana shu kitobda ham shu Google kompaniyasidan chiqqan odam, insider inson chiqib xabar bergan, ya'ni nimadirda uni xushtakchi deydi-ku, buni xushtakchi bo'lib, ya'ni ogoh qilyaptiki, bu tasodifan shunday bo'lib qolyapti emas, bu atayin qilinayotgan narsa. Mana shunday soddalashtirish, yoshlarni ilmoq qilib ushlab turish, nafaqat kattalarni va yoshlarni primitivlashtirish. Haqiqatdan paradoks shundan iboratki, mana biz bilamiz, bizning davrda maktab qanchalik kompyuterlashgan bo'lsa, zo'r edi. Bir katta bir mulozim kelsa, unga nimani ko'rsatishardi? Kompyuterxonani ko'rsatilardi. Ya'ni endi demak bu smartfonga bog'lanib qolish, kompyuterga bog'lanib qolish bu demak avomning demak taqdiri bo'lsa, tanlanganlar elita esa bu ya'ni klassik eski qadimgi zamonda o'tirib ustozlar bilan o'tirib qog'oz qalam qilib o'tirishadi. Tushunyapsizmi? Endi albatta ularning tafakkuri, fikrlash tarzi boshqacha bo'ladi va ular bu yoqdagi ular avom deb, qora xalq deb o'ylayotgan narsani odamlarni boshqaruvi oson bo'ladi va shu insider ham aytadi, diqqat iqtisodi paydo bo'ldi. Neft energetika iqtisodi emas, boshqa iqtisod, tilla, oltin iqtisodi emas, ishlab chiqarish, hattoki moliya iqtisodi ham emas, diqqat iqtisodi. Qaysi platforma diqqatni o'ziga qanchalik torta olsa, demak buni pullash oson. Birinchidan moliyaviy monetizatsiya deydi ular, bilishadi, ya'ni pul tortish manbasiga aylansa, ikkinchidan siyosiy ta'sir o'tkazish nima bo'ladi? Mexanizmi juda ham oson bo'ladi. Bu Elon Musk, men o'ylamayman shu Twitter orqali boyib ketdi deb. U o'zining siyosiy bir maqsadlariga intilyapti. Nafaqat bu, balkim uni shu atrofidagi odamlar, mana Bobur ham texnofeodallar dedilar. Darvoqe qaysi kitob buni yana qilsak bo'ladi deganingizda, Yanis Varoufakisni Texnofeodallar kitobi va texnologlar to'g'risidagi maqolalar haqida qilsak bo'ladi. U juda kuchli iqtisodchi, faylasuf va shu bilan birga o'zi shaxsan Dota o'yinini, endi yoshlar ko'p bilsa kerak, Dota o'yinini rahbarlardan bittasiki, qanday buni ijtimoiy holatni, vaziyatni shunday keltirish kerakki, o'yin doirasida buni monetizatsiya qilish bo'yicha mutaxassis odam yozgan. Haqiqatan arziydi shuni fikrlarni tarjima qilishga ham arziydi uni kitob. Juda kuchli chiqadi. Ko'rgansiz-a Varoufakisni. Kitoblari ham qiziq. Endi boshqa mavzuga o'tib ketdik, lekin bog'liq bu bilan. O'sha to'ldirib kelsak, mana shu Netflix chiqargan Social Dilemma degan hujjatli film bor-da. Ya'ni siz Facebookda o'tiribsiz, sizga kerakli mahsulot necha soniya tikilib turdingiz.
ya'ni qancha vaqt siz o'shani qarab turganingizgacha data yig'lar ekanda. Hattoki bir endi latifa haqida qilib aytishadi-ku, lekin bu narsada bir jon bor. Bir ayol nuqul shu anaqaga Instagramga, Facebookga kirsa, homiladorlik tovarlari, homilador ayol bilan bog'liq bo'lgan har xil mahsulotlar, xizmatlar reklamasi chiqib kelaveradi. Hayron. Keyin tekshirsa homilador ekan. Qanaqa bildi? Uni xatti-harakatidan, uxlash soatlari o'zgarganligidan, qaysi nima ovqat, ya'ni zakaz qilayotganini, boshqa platformada zakaz qiladi, lekin Facebook bu narsani ko'rib turadi. Demak, bu platforma boshqa platformaga nima qiladi? Pullaydi, diqqatini, nima informatsiyani tanlaydi. Memlar chiqib ketadi. Soating sinib qolsa, sendan Hattoki bir gapirsa, ovozim mikrofondan eshitib, keyin shu narsani taqdim qiladi deydi. Nafaqat bu bo'lishi mumkin. Birinchidan, lekin ma'lumot yig'ish uchun nafaqat quloq solish mumkin. Boshqa xatti-harakatlardan ham biladi. Endi hozir shu Algoritm. ma'lumotni yig'ish odamni keyingi harakatlarini bir Prognoz qiladi, belgilaydi, boshqaradi. Endi tasavvur qiling, bolalar bilan qanaqa bo'ladi? Bolalar haqida bir ma'lumotlar qanaqa bir tonna, ya'ni yaqindagina tug'ilib, qaysi hali nima deydi? Bir narsa akula degan ashula baby sharkka eshitib kelgan bola, keyin nima ichgan, qanaqa onasi qanaqa bir sut formula olib bergan, hammasini bilib, shu 30 yoshigacha butun hayotini biladi-da. o'zidan undan yaxshiroq. Bizniku bu keyingi yoshimizdan yig'sa ma'lumotni uni tug'ilganidan yig'ib boradi. Ya'ni hattoki mana o'sha bu ancha bo'ldi bu narsaga. Bolalarni planshet berib o'rgangan bolani qo'liga shu kitobni bersangiz, mana bunaqa rasmni katta qilgisi keladi, mana bunaqa qilib. Bu hattoki kattalar ham bexos qilib yuboradi shu narsani. Uni ya'ni uni idrok deganda, ya'ni persepsiya, hayotni borliqni qabul qilishigacha, bu esa nihoyatda miyani eng chuqur nuqtalarigacha boradi. O'sha insider ham aytadi, insonning ibtidoiy qatlamlariga ta'sir o'tkazish. Ongiga emas, eng qizig'i, fikriga emas, qarashlariga emas. Ya'ni uni ichki eng haligi irsiy ehtiyojlarini qo'zg'atadigan, siz anglamaydigan, siz ya'ni ongiz bilan bu narsani kuzata olmaydigan, hali instinktiv bir irsiy ehtiyojlaringizni qitiqlaydigan, o'sha bilan boshqarishga qaratilgan texnologiyalar deb ana shu Google da ishlagan odam bu narsani xabarini bergan, bu kitobda ham keltirilgan. Bu narsalarga endi ko'z yumish menimcha mumkin emas. Demak, bu hozirgi fikrimizni xulosasida, ya'ni bolalarni, ya'ni o'sha maktabda o'qiydigan yosh bolalarni, ya'ni kelajakda texnologiyani yaxshi biladi deb turib, unga smartfonlarni berish, ya'ni ularni bilimli qilib qo'ymaydi. Yaxshi gap. Texnologiyalar, juda kalit iborani aytdingiz. Mana texnologiyani bilish deganda, mana telefonni qancha oldin bersak, texnologiyani shuncha o'rganadi. Oldingi texnikalar shunaqa edi. Qancha oldin siz stanok, mashina yoki bir murakkab bersak, haqiqatan shu birib o'rganib barmoqlar. Ana endi user friendliness degan narsa bor. Ya'ni eng ahmoq foydalanuvchi osonlik bilan, hattoki inson emas, maymunlar foydalanadi. Maymunlar qo'liga smartfon bersa, qaysi tugmasini bosib, qanaqa qilib Instagramga kirib, o'zi xohlagan videoni tanlay oladi. Ya'ni bu texnologik tafakkurning rivojlanishiga umuman aloqasi yo'q narsa. Texnologik tafakkurni rivojlantiradigan va hattoki o'sha o'yinlar bo'lsin, ijtimoiy tarmoqlarga berilib ketgan taqdirda ham uni bu holatdan olib chiqishiga, ya'ni tafakkurini saqlab qolishga yordam beradigan narsa, mana siz aytganingizdek klassik ta'lim birinchidan, odatiy va fundamental bilim. Mana onamlarning o'zlari, mana oyimlar ham fizika, kimyadan dars beradilar. Shu masala haqida gapirganimda, fundamental bilimni beraverish kerak, shuni kuzatish kerak. Bola qancha ko'p fundamental bilimga ega bo'lsa, chiqib ketadi, bu muammodan ham chiqib ketadi deb bir optimistik bir tarzda aytgan edilar. Shuning uchun mana Osborn, Fahrenheit tahrir chiqarayotgan fizika, ya'ni biologiya, pul kitob, ya'ni boshqa seriya kitoblari bor. Shu tavsiya qilaman. Bu nafaqat bu ko'rinishdan yengil bolalar uchun jurnalga o'xshaydi, unaqa emas. Katta odam ham o'zi o'qib qiziqib ketadi. Men o'zimdan sinadim. O'qidim, haqiqatan o'zimga qiziq bo'ldi. Va ya'ni bu nima degani? Bu degani, agar farzand o'zini bolasi bilan o'tirib shu kitob o'qiydigan bo'lsa, ikkala uchun foyda, ikkala uchun zavq. Ya'ni bitta muhim narsani qo'shmoqchiman, hali xayolimda chiqib ketgan narsa. Muallif zo'r bir fikrni aytdiki, bola nafaqat lazzat va zavq olish kerak, balki salbiy emotsiyani ham kerakli dozada ola olish kerak. Endi salbiy emotsiya kerak ekan deb urib baqirish shart emas, lekin mana misol uchun bir narsa man qilish,
man bir joyga borasan man xohlamayman yo xohlaganligi uchun emas kerak bo'lganligi uchun boradi inson. Ya'ni shunaqa yo'l bilan yetkazish bu orqali farzandlar bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar platformalar kerakli salbiy reaksiyani bera olmaydi deydi. Salbiy reaksiyalarni beradi, lekin ular sog'lom salbiy reaksiya emas. Xronik demoqchisiz to'g'ri, ya'ni davomli, ya'ni qisqa muddatli stress bermaydi. Yo'q, manipulyativ ijtimoiy tarmoqlarda, o'yinlarda manipulyativ, uni ma'lum bir xatti-harakatga undaydigan qamchi yoki bir nima deydi, kulcha. Tushundingiz? Ya'ni manipulyativ. Atrof muhit esa oila, mahalla, yon atrofdagilar beradigan salbiy bir ta'sir bu insonni nima qiladi? Yetuk bo'lishiga shakllantiradi. Bir tarafdan uni immuniteti oshadi, ikkinchi tarafdan nima yaxshi, nima yomonni ajrata biladi. Uchinchidan o'zini nazorat qila olish xususiyatiga keladi. O'sha meni fikrimcha bu narsani juda ideal tarzda beradigan va yana zarbatoblik, ya'ni antifragile, ya'ni zarbalarga, zararlarga chidamli qilib o'stiradigan narsa bu meni fikrimcha bu sport. Bu kitobda ham bu ya'ni aynan zarbatoblikka katta e'tibor beradi. Sport nima? Sportga berilsa, trener, mutaxassis kuzatadi. Kerakli darajada badanni qizdirgandan keyin xavfli bir mashqlar qildiradi. Travmalar bo'lishi mumkin, og'riqlar bo'ladi, mag'lubiyat bo'ladi, yig'laydi bola yutqizib qo'ysa. Ana shu judayam qadr qimmatli, judayam katta qiymatga ega bo'lgan emotsiyalar, ham ijobiy, ham pozitivlar. Ya'ni bu aytmoqchimanki, bu kitobda nafaqat bu internet yomon, platforma yomon, unaqa bunaqa emas, ya'ni unda boshqa chuqur bir qandaydir bir kerakli har bir ota-ona bilish kerak bo'lgan ma'lumotlarni ham olish mumkin. Men shuni oldim. Ya'ni men insight, aynan shu kitobda olgan insightimni aytyapman hozir. Ya'ni boshqa joydan emas. Ya hozir ota-ona o'sha jamiyat a'zolari bilan bolaning uzviy bog'liqligi haqida gaplashdik. Endi o'sha kitobda ham bitta eksperiment aytgan, ya'ni Arizonada bir hududda hamma oziq-ovqatni bitta joydan chiqarish, ya'ni daraxtni ham, oziq-ovqatni ham, ekin-tekin hamma bitta joyda bo'ladi. Daraxt lekin chiqa o'simliklar chiqib yaxshi o'sib, lekin qulab tushaveradi. Lekin tashqi omilda faqat shamolni e'tiborga olishmagan ekan deb. O'sha zarbatoblarlikda keltiradigan misol bu, zarbatoblar emas ular, zarbatoblar emas, ya'ni o'shanga, ya'ni immunitet shakllanmagan yoki o'shanga qarshi men immunitet deganiga bilsangiz, bizlar men yoshlikda tuproq bo'lish kerak. Qayerdadir video ko'rdimmi? Uyda, oddiy yerda tuproq bo'lish kerak. Ya'ni mikroblar. Men bir boshqa bir tadqiqot ma'lumoti jurnalda ommabop shu jurnalda o'qigan edim. Qaysidir yillari Finlandiyada birdaniga yoshlar orasida allergiya kuchayib ketgan. Shu statistika bo'yicha o'rganishsa, allergiya ko'p uchraydigan bo'lgan va bunga sabab bu avlod o'sayotgan paytda ular bog'cha o'ta gigiyenik bog'chada o'sishgan. O'ta gigiyenik bog'chada o'sishgan. Demak, umuman hech qanaqa tashqaridan mikrob, qanaqadir bir virus, boshqa narsa umuman bo'lmagan. Juda bir allergiya nima bu? Immunitetni tashqi ta'sirga reaksiyasi. Bu tashqi ta'sir unchalik xavfli bo'lmasligi mumkin, hattoki foydali bo'lishi mumkin. Organizm buni oldin ko'rmagan, ko'radi, bu zarar ekan deb nima qiladi? Allergiyasi qo'zg'ab ketadi. Shundan keyin bolalarni shu ko'chaga, shu nima deydi, ko'lmaklarga olib chiqib, yomg'ir yoqqanda olib chiqib, shamollatib, balchiqlarga kiritib, mana shunday qilib yurishgan. Va bu narsa isbotlangan, mana ko'p hattoki bir primitiv deb o'ylanayotgan bir oddiy kambag'al yurtlarda bolalari molxonada o'sib yuribdi. Sigirlarni oyog'ini ostida borib, emib ham kelyapti sigirlar. Hamma yoq qilib, u bolalarda ko'rinmaydi unaqa kasallik. Ko'p kasalliklar ko'rinmaydi. Nimaga? Juda ham immuniteti baquvvat bo'ladi. Ya'ni yengil suratda o'sha o'z vaqtida o'sha kasalliklardan o'tib oladi va keyingi ulg'aygan davrda ta'sirlar kelsa, normal reaksiya qiladi. Demak, shu bolalarga beriladigan ijtimoiy tarmoqdagi stress, zarbatoblik, zarba ulardan oshirib yuboryapti deb qarasak bo'ladi. Ya'ni immunitet, kerakli immunitetni hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Birinchidan, ikkinchidan, bilasizmi, ya'ni muloqotga chiqqanda mana shunaqa bir sharoitda o'qib keyin kattalarni hayotiga tushib qolsa, kimdir ustidan bir narsa gapirib qoladi, kuladi yoki kimdir tanqid qiladi.
o'ta og'riqli ta'sir qiladi. Yoshi 20-30 bo'lsa ham, xuddi yosh boladek 12-13 yoshar boladek shunaqa o'zi his qilishi mumkin. Ya'ni yetuklik bu odam ko'rib bu hali yetuk emas deydi. Bunga qanaqa qilib bu 5 ta odamni rahbar qilib tayinlaymiz deydi. Bu odam qo'lidan nima keladi? Bu yosh bolaga o'xshaydi-ku deydi. Nimaga? Chunki unda ijtimoiy ba'zi bir ko'nikmalar shakllanmagan bo'ladi. Ya'ni aynan shu zarba toplarlikni anaqa qiladi, to'sadida, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar bu aytgan gapi, ya'ni real hayotda bolalarni o'sha oldinga o'xshab o'yinga asoslangan bolaga, o'yin markaziy bolalikda o'zaro munosabatlarda, real munosabatga kirishganda aynan o'sha zarba toplarlik shakllanadi. Ya'ni yoki hattoki kitobda avvalgi o'yingohlar bilan hozirgi o'yingohlar farqini ham keltiradi. Oldin masalan o'sha temirli yoki ma'lum bir darajada bolani agar ehtiyotkor bo'lmasa shikastlash mumkin bo'lgan turdagi anaqa o'yingohlar, shu attraksionlar keyingi davrda 80-yillardan keyin asosan juda ham xavfsizlikchilik oshgan ota-onalarda deydi va hatto o'yingohlarni turi ham o'sha bolaga maksimal darajada xavfsizlikni ta'minlaydigan, hech qanaqa shikast yeyish imkoni bo'lmagan risk shunaqa shakllanadi va bu zarba toplar bo'lib yetishga ma'lum darajada to'sqinlik qiladi degan. Chunki har bitta o'sha negativ aytganlar, negativ emotsiya yoki ma'lum darajada risk ham kelajakda kerak bo'ladi. Ya'ni bola risk ola olish yoki riskka qarshi o'zini tadbirli bo'la olish, qaysidir xavf-xatarga qarshi bular ham kerakli ko'nikmalar-da. Ya'ni o'sha ko'nikmalar yetarli darajada shakllanmay qolishiga olib kelgan mana shu qo'shimcha aytay, uzr, men esingizda tursin shu savolingiz, men esladimda kichkinaligimda meni buvimlar tomga norvon qo'yib chiqartirganlar-da. Nimaga? Qo'rqaman endi, yo'q, chiqasan, o'rganasan. Tomga chiqasan, chiqishga chiqib oldim. Endi tushish uni azob. Daraxtga chiqar, endi bolalar bir-biri bilan musobaqalashib daraxtga chiqadi. Lekin meni eng shu baland tomga chiqartirardi. Demak, o'sha bizda bo'lgan bu narsa. Ya'ni odamlar shunaqa gap bor, ya bir marta qo'rqib qolsa qilmay qo'yadi, unaqa qilma deydi. Ya'ni ilonni ushlab ko'rish kerak, ilonni. Ha, to'g'ri. Manda mana qishloqda katta bo'lganman, yonimizdagi qishloqda bitta 2 metrlik fundament bo'lardi, o'rtasiga relslar tortilgan. Endi katta-da balandligi. O'shaning ustida chopardik-da, chopib o'tardik. Hozirgi gimnastikada uncha qila olmasa kerak unaqa narsani. Ya'ni endi meni savolim, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi zarbotoblikchi ma'lum bir yosh kelishdik, ya'ni 16 yoshdan deylik. 16 yoshdan ijtimoiy tarmoqqa kirib boshlaguncha kirganda muntazam ravishda 16 yoshdan kirib boshlasa, ijtimoiy tarmoqda ichidagi, muhitdagi zarbotoblik qanday shakllanadi? Bu yerda endi zarbatoblarlik deganda muallifni bu aslida Nassim Nichols Talebni ijod qilgan anaqasi, anti-fragile termini. Endi buni biz zarbatoblarlik deb tarjima qilindi. Zarbatoblarlik aynan nima desa bo'ladi? O'sha kerakli ko'nikmalarni kerakli yoshda olish bilan bog'liq. Shunaqa bo'lishi kerakki, inson zarbatoblar, ya'ni bolalar aslida shuna zarbatoblar deb aytadi. Shunaqa xususiyatga ega va bu ma'lum ko'nikmalar o'sha yoshda olish kerak bo'lgan ma'lum munosabatlarga kirishishi, bolalikni ma'lum turda shaklda o'tkazishi bu o'sha narsaga tayinlikda odamni immunitetini shakllantiradi. Endi ijtimoiy tarmoqlar qanaqa? Ijtimoiy tarmoqlar xuddi hali aytgandek, ayniqsa o'sha smartfonlar chiqib bemalol internetga cheksiz bir kontentga kirish osonlashgandan keyin xuddi akangga tashlab yuborgandek bu insonda zarbotoblar sifatida shakllanishiga to'sqinlik qiladigan holatda. Menimcha Bobur ya'ni aytmoqchi bo'lgan fikrlari shuki, misol uchun ijtimoiy tarmoqqa Instagramga bo'lsin, TikTokka chiqsa, u zarba oladi yoki o'yinni ichida farzand zarba oladi. Bu mana shu zarbalar uni toblantirmaydimi? Buni keyingi hayotga tayyorlamaydimi deydilar. Bo'lishi mumkin. Ya'ni butun umri agar shu virtual olamda yashab o'tmoqchi bo'lsa, balkim buni men bir narsa aniq ayta olmayman, lekin inson bu real hayotga chiqishi kerak-ku. Real hayotga oladigan emotsiyalar bilan real hayotdagi unchalik mos kelmaydi. Chunki mana aynan mos kelmaydi. Mana uni tanqidni ko'rdi, buncha xunuksan deydi, o'zingni bir o'ldirib yubor deydi, shunaqa narsalarni yozadi. Uni kim yozayotgan odam basharasi ko'rinmaydi. Haqiqatdan kulyaptimi, haqiqatdan yig'layaptimi? Hazil yozadi, kimdir haqani bosadi. Hech kim kulmayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni noma'lumlik, ya'ni umuman qop-qorong'i noma'lumlik o'z nomi bilan virtual, lekin inson bilan yuzma-yuz bo'lish, uni real ovozini eshitish, uni nazarini sezish u boshqa narsa. Tushunyapsizmi? Albatta shu emojilarga, tanqidlarga hating deydi, ya'ni kiberbullying deydi. Balkim shunga toblanar, bilmadim. Lekin u reallikka qanchalik realda bo'ladigan bullinglar, realda bo'ladigan tanqidlar
sog'lom tanqid, to'g'ri tanqid ham bo'lishi mumkin, nosog'lom tanqid ham bo'lishi mumkin. Unga nisbatan unda zarbotoblik bo'lmaydi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda orttirgan ya'ni immuniteti, shu ta'sirchanligi realga mos kelmaydi. ijtimoiy tarmoqda ishlaydi, lekin u aralashtirib olib o'rtaga orttirgani masalan real hayotga qo'yilsa aksincha problem muammolar oshishi mumkin. Demak, shu yoshligida olish shakllanish kerak bo'lgan zarbotoblik davrida ular ijtimoiy tarmoqda vaqt o'tkazyapti deb. To'g'ri munosabatlar Ijtimoiy uchun tarmoq, kerak bo'lgan o'yin. shaklli ko'nikmalar to'g'ri shakllanmaydi-da. Bu yerda yana mutanosiblik nimasi ham borda, mutanosib masalasi ham bor. Masalan, aytaylik, mana shu yerda yosh bola bo'lsa-da, stol ustiga chiqib oladigan bo'lsa, yiqiladigan bo'lsa, o'sha yiqilganiga munosib zarba oladi, ya'ni munosib shunga yiqilganiga. Undan kattasini olmaydi. Yoki undan kichigini olmaydi. Yoki aytaylik, u narsa bilan qo'lini bir narsa urib oladigan bo'lsa, haligi bir katta 2 tonnalik narsa bilan urganday bo'lmaydi. Virtual olamda esa, agar masalan o'sha Facebookda agar nimalar bo'lsa, kitobni noto'g'ri ochib qo'ygan bo'lsa ham bo'lib ketdigan narsani ham oladi-da, masalan, undan ham, ya'ni hech kim o'zini chegaralamaydi, hech kim o'zini to'xtatib ham turmaydi. Ko'p marotaba masalan guvohi bo'lganmiz, masalan aytaylik, bironta bir qo'shiqchi, bironta publichniy persona deydi, o'shalar bironta bir yoqmaydigan narsa qiladi, yoqadigan narsa qiladigan bo'lsa ham boshqa bir temada undan xafa bo'lgan odam ham kelib turib bir nimalar yozadi-da, masalan, ya'ni nomutanosib. Haligi bunaqa stress, bunaqa zarbalar agar to'g'ri mutanosib bo'lganda edi, ular haligi zarbotoblikka olib kelardi. Ammo lekin ular nomutanosib bo'lgani uchun ular menimcha ko'proq stressga olib kelsa kerak, menimcha. Depressiyaga. Esga tushib ketdi. Men 2019-yil birinchi Facebookga kirganman-da. Post qo'yganman. Endi mashhur odam rasmini qo'yganman. Yana men unaqa narsaga duch kelmaganman. Shunaqa izohlar yozilgan, men shokka tushib qolganman-da. Birinchi Kim o'zi nega? birinchi navbatda edi. Menga u nima hate qilib yozganiga hayron qolganman. Endi u odamga haqorat qilib yozgan. Mayli, u odam o'ziga просто haqorat qilib yozmagan-da. Men uni rasmini qo'yganim uchun menga ta'sir qilgan, esimga tushib ketdi. Masalan, ko'chada siz ketayotganingizda bitta qog'ozimda tashlasangiz-da, o'sha tashlaganingiz haqida kimdir zamechaniya qiladi sizga. Ya'ni lekin sizni ko'tarib turib mashinadagi otib yormaydi-ku, to'g'rimi? Ya'ni u agar u ham qanaqadir nenormal odam bo'lishi kerak bunaqangi narsa qilish uchun. Ya'ni получается haligi sizga saytda virtual dunyoda sizga qilayotgan nimalar to'g'ri kelmaydigan zamechaniya qiladigan yoki tanqid qiladigan odamlar ham o'zini to'g'ri, ya'ni nenormal nima qiladi. Qarshi reaksiyani hisobga oladi-da, real hayotda, ijtimoiy tarmoqda bunaqa qarshi kelishi Albatta. uni kimdir kelib uni topib unga jazosini berishi ehtimoli juda kam. Hech qachon yuziga ayta oladigan gapni nabrot, haligi yoza oladigan narsasini yuziga ayta olmaydi. Chunki yuziga aytib, bu har xil dunyo, rostdan amal nima aytdingiz. Mana shu joyda bitta narsaga haligi tarbiya haqida gap ketdi-da. Tarbiya o'zi mana shu kitobda ham shunaqa gap bor ekan, ota-onalar qanaqa nima qilishi. Texnologiyalarni, demak, texnologiyalarni ko'p kuchayib ketyapti, lekin jamiyat, hali siz aytganda, agar haligi ssenariyni ko'z oldiga keltiradigan bo'lsa, jamiyat primitivlashib ketyapti. Ya'ni hamma biladigan gapni eslasak, haligi maymunning qo'liga granatani berib qo'yganday bo'ladi, yoki tarbiya bermasdan odamni sport bilan shug'ullantirish. Bu ko'p sportsmenlar gapiradi shu haqida. Ya'ni agar odam qanchalik kuchaytirsang, uni odobini ham kuchaytirishing kerak, chunki agar odob bermasdan sport kuchaytirib yuborsang, u nimaga aylanadi? Maxluqqa aylanadi. Shu xususda o'zimizni adibimiz, pedagog Abdulla Avloniy gap so'zlariga qaytishimiz kerak. Tarbiya bu yo hayot, yo mamot, yo najot degan nimaga. Mana shularni hisobga olganda, mana shu kitobni qanaqa bir haligi rekomendatsiyalari, tavsiyalari, ota-onalar, davlat qanaqa o'zini nima qilish kerak, qanaqadir chora-tadbirlar yoki ta'lim tizimi. Bu kitobda mana shunaqa narsa haqida bor menimcha. Siz kitobni bilasizmi, nima bor yana qizig'i? Men hayron qoldirgan joyi eski an'anaviy qadriyatlarga murojaat qilish zarurati keltirilgan va bu
isbotlab ham bergan, sport bilan yoki diniy jamoalarda, shu an'anaviy oilalarda o'sgan, shu ulg'ayayotgan bolalarda ko'pgina boshqa ularning tengqurlarida kuzatilayotgan psixologik muammolar, psixik muammolar ancha oz darajada ekanligini keltiradi va aytadi, men dindan ancha uzoq odamman deydi, men ateistman deydi hattoki. Lekin tan olish kerak, bu ya'ni shu qadriyatlarga o'ziga xos bir konservatizm bor bu. Alohida bo'lib ajratgan shunga. Shunga ko'z yummaslik kerak. Bu deylik u xristian jamiyati bo'lsa, shu kerakli qadriyatlarni saqlash kerak. Musulmon jamiyati yoki buddistlar jamiyati bo'lsa, shuni saqlash kerak. Agar dunyoviy bo'ladigan bo'lsa, demak, dunyoviy qanaqadir bir etik bir asoslarni topa bilish kerak. Shu tabiat bilan uyg'unlikda bo'lish, ya'ni shunga bir yaxshi e'tibor berilgan. Ya'ni bu oldingi bir nima deydi, pozitivistlarni tafakkuri emas bu. Bo'ldi, bu modern zamoni, o'tganni irg'itish kerak. Hozir ratsionalizm, quruq ratsionalizm shu bilan yurish kerak edi. Yo'q, unaqa emas. Hattoki kim edi? Shu faylasuf oti, sotsiolog Burkheimermidi, bir ismdan chiqib qoldi. Bu o'sha 19-asrda uni fikri keltirilgan. Ya'ni Yevropada dindan, ya'ni an'anaviy qadriyatlardan uzoqlashayotgan yoshlarda suitsid ko'pligini aniq ko'rsatgan bu narsani. Ya'ni uni kuzatgan. U vaqtda bunaqa statistik ma'lumotlar bo'lmagan-ku, lekin suitsid haqida bir o'zini o'zi o'ldirish haqidagi bir ma'lumotlarni kuzatish oson bo'lgan, shuni ko'rsatgan. Ya'ni shu savolingizga qisman javob va albatta bunda eng katta urg'u beradigan narsa bu muammoga shaxslar o'zicha bir hal qilishi juda qiyin. Ya'ni birgalikda jamoaviy harakat bo'lish kerak va jamoaviy harakat u albatta siyosiy tus ham olish kerak. Endi nimaga o'xshaydi? Juda bir jo'n o'xshatish, shu ma'lumki, ma'lum davrlarda tamaki, sigaret chekish u zarar hisoblanmagan. Odatiy narsa bo'lgan. Bolalar sigaret chekmagan, chunki ham yoqqa o't qo'yib yuborish mumkin deb qo'rqishgan. Lekin uni ziyoni bor deb o'ylashmagan. Birinchi tadqiqotlar bu narsani ko'rsatgandan keyin tamaki kompaniyalari tomonidan qarshilik bo'lgan. Ya'ni junk science deydi, ya'ni sotib olingan olimlar tadqiqotlar o'tkazib, bu noto'g'ri ma'lumot, bu zarari yo'q deb, shunaqa bir o'ziga xos bir nima bo'lgan, siyosiy kurash bo'lgan. Va siyosiy kurash va uni inkor etib bo'lmaydigan darajada empirik ma'lumotlar to'plangandan keyin davlat, jamiyat, olimlar ya'ni majburlashdiki tamaki kompaniyalarini yoshlar va sotadigan, ya'ni savdo kompaniyalarini majburlashdiki yoshlarga sotmaslik, ogohlantirish berish va hokazo. Bu nafaqat tamaki sohasida, bu narkotiklar sohasida ham shu narsa bo'lgan, o'z vaqtida man qilinmagan. Endi bu yerda bir qaltis joyi shundaki, bu internetdagi ma'lumotlar, internet degan narsa o'ziga xos ne'matligi ham bor. Buni endi inkor qila olmaysiz. O'ziga xos foydalari ham bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni shu asosiy narsa, har bir inson, har bir oila o'zi muammoni tushunish kerak va tushungandan keyin qanday yechim, o'zini doirasida yechim topa olishi osonlashadi. Va shu bilan birga jamoaviy harakat. Deylik, mana farzandiga bo'ldi, bugundan boshlab sendan bu smartfonni tortib olaman desa, meni o'rtoqlarimda bor-ku deydi. Asosiy argument shu. Agarki ota-onalar kelishib shu narsani qilsa, bu e'tirozni nima qiladi? Quvvati kamayadi. Agarki maktabni o'zida ham shu telefonni olib kirish man qilinsa, ya'ni bolaning ongli qismining kunining ancha katta qismi mana shu smartfonlarsiz, kompyutersiz, ekransiz bo'ladi. Ana endi bu narsani davlat majburlasa, albatta bu narsani cheklov qo'yganda ham ehtiyotkorlik bilan qilish kerak va hokazo va hokazo. Yana bir savolingizga aloqador bir jihatini, undan oldingi savolingizga ham bir aloqadorligi bor. Bu kitobning oxirida yangilanib borayotgan ma'lumotlarga nima bor? Havolalar bor. Saytlar, o'zini saytlari, boshqa havolalar borki, demak bu yerdagi ma'lumotlar albatta vaqt o'tib eskiradi va kuzatish mumkin. Nima uchun bu narsa kerak? Mana shu Avstraliya bo'ladimi, Yangi Zelandiya, Kanada, Yevropada qonunchilik shu narsani kiritishyapti va ularni ta'sirini kuzatish mumkin bo'ladi. Biz ya'ni real vaqt ichida kuzatib, xulosalar chiqarish mumkin bo'ladi. Qisman kerak joyda tatbiq qilsa ham bo'ladi. Demak, kuzatib albatta maqsad. U do'stlarimiz bilan suhbatimiz, kechagi bo'lgan suhbatimizda kursdoshlarimiz bilan
mana shu masala haqida ham albatta suhbat bo'ldi. O'shanda bitta fikrga keldikki, endi bir qanaqadir bir ikkita uchta xulosalarimiz orasida bir asosiylaridan bittasi shuki, agar farzandingni shunaqa faqat telefonda o'tirishi, telefonga qaram bo'lib qolishini xohlasang, unga telefonni olib qo'y demagin. O'zingga telefoningni olib qo'ygin. Ya'ni unga tarbiya bermagin. Sen o'zingga tarbiya bergin. degan xulosaga keldik, chunki hammasi o'sha gapni eshitgandan keyin to'ppa-to'g'ri deyishdi. Nimaga? Ko'p-katta odamlar bo'lmasam. Olib qo'y telefoningni o'chir deydi-da, o'zi telefonda o'tiradi. Albatta, shu. Onasi ham shu, otasi ham shu. Nima qilib o'tirishadi? Ya'ni aslini olganda bu kitobda nima qilingan, hali keltirilgan muammo faqat u farzandlarda emas. Bu texnologiyalar kattalarni ham nimasiga, odatlariga aylanib ulgurgan. Rostdan ham xuddi shunaqa. O'zim ham hattoki mayli bu ishda yoki o'qishda, boshqa joyda rulda ketayotgan paytingizda ham, atrofingizga qarab o'tirsangiz, svetoforda turgan paytda shunda to'xtab turib, обязательно telefonda shunda olib turib ko'rishadi. Ya'ni har bir 2 minut o'tdi bo'lmasam, bitta svetoforda ikkinchi svetoforga 2 minut o'tdi xolos. O'shanda ham bir nimani olib, telefonni olib tekshirib ko'rish kerak. Ko'p-katta odamlar. Masalan, ya'ni aytmoqchimanki, bu muammo menimcha kengroq, hattoki bu yoshlarimizdan faqatgina o'sha 30 yoshgacha emas, bu muammo menimcha kengroq bu muammo. Hamda o'shalarga ham ta'sir qilishni boshlasa, ota-onalarga ta'sir qilishni boshlasa, menimcha ko'proq balkim samara keltiradimi deb o'ylayman. Bu kitobda ham shunaqa tavsiyalar bor. Uyda, oilada qoidalar kiritish, telefonlarni chetga olib qo'yish qoidasi, yotoqxonadan tashqarida qilish, ya'ni uxlashdan oldin telefonga qaramaslik yoki uyg'onganda birinchi qaraydigan narsa telefon bo'lmasligi uchun qo'shni boshqa joyga olib chiqish. Albatta, shaxsiy namunasiz imkonsiz. Bu teskari tarbiya bo'lib qolishi mumkin. Ota-ona boshqa narsa qilib farzandiga bir narsa majburlasa, albatta u teskari natija ham berishi mumkin. Hozir Jamshid aka, mana kollektiv harakat haqida gapirdik-da. Endi kollektiv harakatni samarali bo'lishi uni mohiyatini aniq tushunib olish kerak. Endi uni tushunib olish uchun biz shu mavzuni olib chiqdik. Buni tushunib olish uchun bu kitob tarjima qilingan. Kitobni endi o'qish, odamlarga tavsiya qilyapmiz, endi shu o'qish kerak. Birinchi navbatda kitob o'qish masalasi bo'yicha o'zingiz tavsiyalaringizni bersanglar, keyin o'sha qayerdan sotib olsak bo'ladi? Xo'p, endi o'quvchi sifatida o'z fikrimni aytaman. Bu qanaqa qilib o'qidim, ya'ni oddiy olib o'qigandek bo'lasiz-u. Endi badiiy asar emas, lekin yaxshi yozilgan, sifatli ham chiqarilgan, o'qish, ya'ni mazmunan qiyin emas, matnlar oson. Bilasizmi, bunaqa kitoblarni, shunga o'xshagan kitoblarning kuchi shundaki, u o'zimizning voqeligimiz bilan bevosita bog'liqligini ko'rasiz. Shunda o'qiysiz-ku, o'z hayotingizni, o'z atrofingizdagi bo'layotgan voqealarni kuzata olasiz, bilasiz. Shu bilan ancha o'qish ancha maroqliroq bo'ladi shunda. Chunki real hayot bilan bog'lay olasiz. Endi inson agar maksimal foyda olaman, ya'ni juda ham zerikib qolmasligi uchun, o'zini ya'ni qandaydir bir qiziqtira olish uchun buni qo'lga qog'oz olib, mana boshqa ba'zan shunaqa qog'ozlarga yozaman, ba'zan bloknotlarga yozaman. Buni ikkiga bo'lib, bir yoniga qiziqarli ma'lumot, bir yoniga foydali maslahat. Mana shunaqa qilib yozsa ham ancha-muncha yozib qo'yadi va xotirada ham qoladi. Endi bunaqa qilib belgilab chiqishim endi o'zim uchun ba'zan kerakli bir ma'lumotlar bo'lsa, o'zimga yana belgilaymanki, yana qayta murojaat qilish uchun. Nimaga? Chunki men uchun bu kitob reference book deydi, ya'ni murojaat kitobi. Men bilaman, mana shu joyi menga yana kerak bo'ladi, mana shu joyi argument uchun kerak bo'ladi yoki menga eslatma uchun muhim fikr bor deb shunaqa belgilayman. Ya'ni buni men kitob o'qish demayman, buni kitob bilan ishlash deyman. Kitobni zavq uchun, maroq uchun o'qish bor, lekin kitob bilan ishlash ham bor. Albatta ishlaganda ham o'ziga xos zavqni, lazzatni topa bilish kerak. Unga odatlansa, birinchidan bu odatlanadigan narsa. Bu har kimda bo'ladigan narsa va ikkinchidan kitob sifatli bo'lishi kerak. Kitob sifati yomon bo'lsa, yomon qog'oz, yomon shrift bo'lsa, juda qiyin. Men shaxsan menga bir estetik bir xususiyati ham kitob uchun nihoyatda muhim.
va meni xursand qilgan narsa, men bu jamoaga umuman aloqam yo'q. To'g'ri, men do'stlarim ishlaydi u yerda, lekin men bu jamoada ishlamayman, Fahrenheitda ishlamayman. Lekin meni xursand qilgan narsa boshqa O'zbekistonda chiqayotgan ko'pgina kitoblarga solishtirganda qog'oz, shrift, boshqa nuqtai nazardan ancha sifatli. To'g'risini aytaman, menga Kirillda o'qish ancha osonroq. Lotinga qiynalaman, lekin 10-15 bet o'tganimdan keyin ancha moslasha oldim bu narsaga. Ya'ni hattoki grafiklar ham, chizmalar ham, rasmlar ham yetarli darajada aniq ko'ringan. Kichik ko'rinsa ham, lekin tiniqli nuqtai nazardan yaxshi. Va keyingi savolingiz nima edi? Bular endi kitobni qayerdan sotib Ha. Men buni Qamar Chorsudagi Qamar do'konidan oldim. Qamar shu ilovasida topish mumkin. Boshqa kitob do'konlarida ham so'rash kerak. Juda kam tirajda chiqqan bu. Ha? Necha mingta? 3 mingtami? 3 mingta adashmasam 3 dan biri ketdi bu, sotilib bo'ldi bu. Qachon chiqadi endi uni bilmadim. Shuning uchun yugurish kerak olishga. Siz o'zingizda bir kitob o'qish yoki ya'ni nima uchun ilmiy kitoblarda o'qish tavsiyalaringizni berib o'tsangiz, shu bilan xulosa qilsak. Endi ilmiydan tashqari ilmiy ommabop, hozir umumiy keng ommaga mo'ljallangan ilmiy ommabop kitoblarni ham ko'proq o'qish kerak deb hisoblayman, chunki bu kitoblar aynan bizani oxirgi o'sha tendensiyalar bilan ilmiy topilmalar yoki turli hozirgi biza o'zimiz doim ko'radigan yoki jiddiy tafakkur qilmaydigan turli masalan fenomenlar, hodisalar, tendensiyalar haqida ilmiy asoslangan o'sha anaqalarni, nima desa bo'ladi, argumentlarni va dalillarni bizga omma tilida taqdim qiladi va fikrlashga undaydi. Dalillar asosida o'zaro munozara yoki bahs qilish ko'nikmalarini oshirish uchun ham juda muhim narsa. Men bitta anaqani endi kitobni hozir ko'rganlar, bu podkastni ko'rganlar bilish mumkin, faqat o'sha demak smartfonlar yoki ijtimoiy tarmoqlar yomon ekan, faqat yomon degan anaqani gapirdinglar deb va ba'zi anaqalarni dalillarni keltirib o'tdik. Tomoshabinlar o'zligingiz ham masalan o'sha manbasiga murojaat qilib ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda bunga qarshi, bu kitobdagi argumentlarga qarshi bo'lgan argumentlar ham ko'p hozir ham. Va masalan ijtimoiy tarmoqlar rostdan mana oxirgi yoshlardagi depressiya, ruhiy turli buzilishlarni oshishiga asos ijtimoiy tarmoqlar sababchi emas, balki bu shunchaki korrelyatsiya bor orasida, ikkalasining orasida bir nima desa bo'ladi, bog'liqlik, aloqadorlik bor, lekin bu sabab bo'layotgan bo'lishini, sabab oqibat bo'lishi shart emas degan qarashlar ham ko'p va bu haqida argumentlar ham turli keltirishadi. Ya'ni bu yerda aslida ijtimoiy tarmoqlar ko'p ishlatilgani uchun odam yoshlar unaqa bo'lmayapti, balki aksincha aynan shunaqaga moyilroq yoshlar, masalan ruhiy buzilishlarga moyilroq yoshlar yoki ko'proq ichiga yo'naltirilgan tarzda o'zini anaqasini ko'rsatadigan, reaksiyalarni o'sha siqiladigan yoshlar ulardan ko'proq foydalanadi, ulardan yoki juda ham haddan oshiq foydalanadi va hokazo degan anaqalar bor. Endi ba'zi anaqalarni keltirib o'tmoqchiman. Masalan, mana bu eng oxirgi tadqiqotlar bittasi Nature Human Behavior degan o'sha top jurnal bittasida nashr bo'lgan. Bu yerda ham aynan shu masalan korrelyatsiya haqida aytib o'tiladi. Ya'ni bu yerda qanaqa ikki xil mental health condition deymiz, ruhiy holatdagi yoshlarni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi va uni ta'sirlarini aytadi va aytadiki, masalan o'smirlar o'sha internalizing, ichga yo'naltirilgan o'smirlar, ya'ni nima desa bo'ladi, haligi ichida siqiladigan narsani tashqariga yo'naltirmaydigan o'smirlarda ko'proq o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, social mediada ko'proq vaqt o'tkazadi, ko'proq ijtimoiy solishtirish bilan shug'ullanadi o'zini va negativ o'sha har xil izohlardan ko'proq ta'sirlanadi ular. Albatta, aksincha externalizing tashqi anaqaga yo'naltiriladigan, tashqariga yo'nalgan o'smirlar esa, ya'ni o'zini biror reaksiyasini tashqariga yo'naltirishgan shaklda ko'rsatadigan, agressiv shaklda ko'rsatadigan yoshlar esa ekstravertga aloqadormi? Aloqador ma'lum darajada, ya'ni masalan ikki xil, siz biror bir shok bo'lsa, sizga qarshi qanaqadir negativ bir holat bo'lsa, siz ichidan siqilib ichingizga yutib, masalan tushkunlikka tushib bu narsani qabul qilishingiz mumkin, yoki aksincha baqirib, masalan agressiv sifatida ko'rsatish. Shu narsada bu yerga aytilayotgan narsa, ya'ni ichkariga yo'nalgan, tashqariga yo'nalgan ko'proq. Tashqariga yo'nalgan o'smirlarda esa ko'proq faqatgina vaqt ortishi kuzatilgan, lekin bularda masalan o'sha ijtimoiy solishtirish ortishi yoki aynan social media, ijtimoiy tarmoqda ko'proq vaqt o'tkazishi yoki o'sha negativ izohlardan ko'proq ta'sirlanishi ularda uncha kuzatilmagan degan topilma bor. Ya'ni bu masalan o'sha savol ostiga olishga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda demak teskari ta'sir ham bo'lishi mumkin.
ya'ni bu yerdagi ta'sir faqat o'sha ijtimoiy tarmoqlardan foydalangani uchun bunaqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Aynan shu narsaga moyilligi ko'proq bo'lganlar ijtimoiy tarmoqlardan ko'proq foydalangan bo'lishi mumkin. Bu ham haqli va bu aslida qarshi argumentlar va skepsis bu ilm fanida juda ham kerakli va ilm fani kuchi ham shunda aslida. Endi lekin boshqa tomondan masalan shunaqa yoshlarni, moyilligi yuqori yoshlarni ko'proq foydalanayotgani, u foydalanishi bu zararni yana ham ko'paytirishi yoki yomonlashtirishi yoki zarar bo'lmasligini bildirmaydi-da, yomonlashtirmasligini yoki umuman zarar yo'qligini bildirmaydi. Chunki mana ancha-muncha oxirgi paytda juda jiddiy anaqa qilishyapti, ilmiy tadqiqot natijalari chiqyapti. Masalan, meta-analitik dalillar, ya'ni meta-analiz degani o'sha juda ko'plab maqolalarni, ilmiy tadqiqot natijalarini bir oraga yig'ib, o'shalarning xulosasini qiladi, tahlil qiladi va bu randomized control trial bor. Bu aynan o'sha sabab oqibatni o'rganishdagi eng gold standart deymiz, oltin standart, ya'ni tasodiflashtirilgan nazorat ostidagi tajribalar va o'shalar bilan bog'liq anaqalarni tadqiqotlarni o'rganib chiqqan va aytayaptiki, o'sha anaqani ijtimoiy tarmoqlarni cheklash subjective well-being deymiz, ya'ni subyektiv nima desa bo'ladi, farovonlik ko'rsatkichlari yoki masalan o'zini baxtli his qilish, yaxshi qilish, o'sha ko'rsatkichlarni jiddiy ma'noda yaxshilagan degan xulosaga kelgan. Ya'ni cheklash rostdan jiddiy holatda ruhiy holatini yaxshilashga olib kelyapti. Yana masalan bitta maqola, bu ham endi buni keyin anaqada ham izohlarda berib ketishingiz mumkin. Manbalarim bu hamma jiddiy, masalan bu PNAS juda top anaqalardan bittasi, jurnallardan bittasi. Mana bu yerda aytayaptiki, blocking mobile internet on smartphones improves sustained attention, mental health, subjective well-being. Ya'ni bu yerda ham topilayotgan narsa, demak, bular ham aynan o'sha tasodiflashtirilgan nazorat ostidagi kuzatuvlar, tajribalar asosida qilgan xulosasi va anaqalar bir guruh insonlarda, o'sha o'smirlarda anaqani cheklangan. Telefondagi mobil internet cheklangan, lekin kompyuter orqali kirish mumkin bo'lgan. Lekin shunaqa o'rnatilganki, smartfonida smartfon orqali internetdan foydalanishi cheklangan. Lekin telefon qilish, boshqa SMS yuborish cheklanmagan. Boshqa tarmoqlar orqali, masalan, smartfondan tashqari kompyuterni ochib, laptopni ochib ishlatish mumkin internet. Va shuni o'zida ham cheklanmagandan ko'ra hali ancha yaxshilangan, chunki bu jiddiy, masalan, qo'l ostida internet darrov erishuv oson emasda. O'shani accessible emas unchalik. Deyapti shu, ya'ni diqqati yaxshilangan, ya'ni ruhiy, fikriy, aqliy holati yaxshilangan va subyektiv well-being degani o'zini his qila bilish, yaxshi his qilish. Mana uchta anaqa ko'rsatkich, attention, diqqati, ruhiy holati va o'zini qanaqa qilishi va shu 91% o'sha anaqa qatnashganlarda deyapti, o'sha mobil internet cheklanganlarda mana shu uchalasidan kamida bitta holatda yaxshilanish bo'lgan deyapti. Yana bittasi masalan mana Janubiy Koreyada o'sha smartfonni ishlatish, o'smirlar orasidagi smartfonni ishlatish bilan ruhiy holatni va jinslar orasida solishtirish, qanaqa qiz bola bilan o'g'il bolada qanchalik farq qiladi, shular orasida ham jiddiy qilingan tadqiqot va bu ham o'sha instrument o'zgaruvchilar usuli deyiladi. Bu aynan o'sha sabab oqibatni aniqlashga yo'naltirilgan usul. Va bu yerda ham shuni aniqlayaptiki, smartfondan foydalanish qanchalik kun davomida ko'proq foydalanish, uzoqroq muddat foydalanish depressiya simptomlarini oshirgan jiddiy va ya'ni suitsid, ya'ni o'zi joniga qasd qilish haqidagi fikrlarni ham ko'paytirgan, aynan qizlarda, lekin o'g'il bolada emas. Aytayapti, masalan, o'sha higher suicidal ideation for girls yet not for boys. Ya'ni aynan qizlarda ko'proq bu narsa bo'lgan, o'sha qancha ko'p foydalansa kun davomida, o'shancha mana shu narsalar ehtimoli oshgan. Ya'ni depressiya simptomlari, o'zi joniga qasd qilish haqidagi fikrlar kelishi ko'paygan. Ya'ni bu ham jiddiy tadqiqot va yana masalan buni Quartal Journal of Economics'dagi tadqiqot, bu yaqinda, bu 2026 sanasi bilan, endi aslida hali bosmaga fevralda chiqadigan anaqa tadqiqot natijasi. Bu yerda ham o'sha naqa deyapti. Ya'ni o'sha applarni ishlatish, har xil ijtimoiy tarmoq, bu Xitoydagi bir universitetda aniq qilingan 3 ta talabalar guruhlari bilan, masalan, 1-kurs, 2-kurs, 3-kurs deylik guruhlarini 4 yil davomida kuzatish orqali qilingan anaqalar, xulosalar. Va bu yerda qanaqa yuqumliligini aniq qilgan. Ya'ni o'sha applarni ishlatish, siz ishlatsangiz, siz o'rtog'ingizga ham qanchalik ta'sir qilishi. Va aytayaptiki, o'sha ilovalardan foydalanish yuqumli, ya'ni bitta o'sha standart og'ishga oshganda, masalan, sizni roommate, o'sha xonadoshingizni anaqasi kollej ichida, kollej kampus ichida o'sha anaqani app ishlatishi oshganda, bu sizni o'zingizni ham o'sha ehtimol ishlatish ehtimolini bir kamida taxminan 6% ga oshiryapti. Va o'sha applarni, smartfon applarni ko'p ishlatish, ortiq ishlatish bu anaqalarga ta'sir qiladi. Bu yerda aynan ta'siri, bu iqtisodiy jurnal
nimaga smartfondan foydalanishi akademik va ish hayotidagi keng ish bozoridagi natijalarga ta'sirini o'rganyapti. Ya'ni o'sha studentni o'zlashtirish test natijalariga va keyinchalik ish hayotidagi ta'siriga ko'rsatyapti va aytyaptiki, bu ko'rsatkichlar hammasida o'sha negativ ta'sir bo'lgan. Masalan, ortiqcha ko'p foydalanish smartfondan GPA anaqalar skori bor, ya'ni ballar baholarini 36.2% ga kamaytirgan deyapti. Keyinchalik ishga kirgan, tugachi bilan ishga kirgandagi anaqa oyliklari 2.3% ga kamaygan deyapti ularda. Ya'ni bu ayni Xitoyda qilingan anaqa va yana Xitoyda ba'zi anaqa bor ekan, qonunchilik, ya'ni haftasiga o'sha game o'yinlarni 3 soat o'ynash kichkina yoshdagi anaqalarga, kichkina yoshdagi bolalar bilan kollejgacha bo'lgan, kollej yoshidagacha bo'lgan bolalar uchun va bu bir necha yil davomida kuzatilgani uchun mana shu taqiqlovni keyinchalik o'sha narsa ta'sir qilgan hududlardagi yoshlarni yoki o'sha qonunchilik amal qilgan anaqalarni insonlarni anaqasini ham oylik maoshlarini 0.9% ga oshirgan deyapti. Ya'ni bu endi iqtisodiy anaqalarning ta'sirlarini ko'rsatgan, ya'ni ham anaqaga o'zlashtirishga, keyinchalik ish hayotidagi o'sha haligiga bog'liq biz eksperiment, juda mashhur bir eksperiment bor edi. Yosh bolalarni qo'yib turib shokoladni 5 minut kutib tur. Marshmallow. Mana Vyetnam, masalan, Vyetnamdagi bakalavr studentlar orasida anaqa o'tkazilgan. Bu yerda endi aynan bu bevositadan tashqari bilvosita ta'siri ko'rilgan va aytyaptiki, mana shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, smartfondan ijtimoiy tarmoqlarni ishlatish uchun foydalanish negativ ta'siri, ruhiy holatga ta'siri aynan anaqa orqali, uyqu sifati orqali ta'sir qilayotganini ko'rsatyapti. Ya'ni buni ham bu yerda aytib o'tadi. Ya'ni negativ ta'sirlarni aytayotganda ruhiy holatga ta'sirdan tashqari uyqu sifatiga, uyquni anaqasiga buzilishiga olib keladi, uyqudagi buzilishiga degan. Endi yana bitta narsa, bu hozir bir qancha oxirgi maqolalar, hammasi juda ham jiddiy top jurnallardagi. Endi anaqani Jonathan Haidtning o'zini sayti bor, Substack anaqasida, Afterbabble degan, va u yerda jiddiy anaqalarni berib bo'ladi. Masalan, o'sha yerda bitta anaqasi, mana Metas Internal Research degan anaqa bor. Veb-sayt bor. metasinternalresearch.org shunaqa .org. Va o'sha yerda bu yerda nima? Tarjimasini aytib aytingda. Metani ichki tadqiqotlari. Metani ichki tadqiqotlari. Bu yerda mana Facebook bilan Instagram kompaniyasi. Bu yerda nima deyapti? Hozir bu yerda qisqacha xulosa aytib o'raman. Bu juda uzun bir o'sha sahifada juda ko'p ma'lumotlar bor, juda katta tekst. O'sha Meta kompaniyasining 31 ta ichki tadqiqotini aytib o'tgan, sanab o'tganda, ularda o'sha whistleblower deymiz, hali xabar berish, oshkor qiluvchi, xabar beruvchi tomonidan oshkor qilingan yoki sud orqali olingan o'sha anaqalarni yiqqan. 31 ta ichki tadqiqotlar. Qayerdan olgan ma'lumotlarni desangiz, ichki desangiz, aynan sud orqali yo o'sha whistleblower orqali kelgan ma'lumotlar. Va bu tadqiqotlar nima xulosaga kelyapti? Instagram o'smirlarga keng ko'lamda zarar yetkazishini Meta bilganini ko'rsatyapti, bilishgan ekan. Va masalan, foydalanuvchilarni 3.1% da jiddiy muammoli foydalanish, bu 90 million kishi taxminan bo'lganini aniqlangan. So'rovlar keltirilgan, shifokorlar orasidagi so'rov, o'sha aprosnik deymiz, so'rovlar o'tkazilganda 81% ijtimoiy tarmoqlar halovatsizlikni, 78% o'sha depressiyani kuchaytirishini aytilgan. Keyin yana Instagramning qizlarida asosan mana tana qoniqmasligi degan narsa bor, o'zining tanasidan qoniqmaslik. Haligi anoreksiya dedim, ozg'in bo'laman deydi, ovqat yemaydi, keyin shu organizmni buzadi. Instagram bilan shuni bog'liqligini o'rgangan tadqiqotlar, qiyosiy tadqiqotlar qilingan va o'sha Instagram foydalangan qizlarda endi bu yerda reference group deymiz, masalan, katta yoshli erkaklarga solishtirilgan, o'shan qiyoslaganda o'sha anaqasi tanadan qoniqmasligi va shunga o'xshagan anoreksiya, mana shunaqalar ehtimoli 8 barobar yuqori bo'lyapti. O'smir qizlarda. Qizig'i shu tanadan qoniqmasligi sportga yoki yaxshi diyetaga ham yo'naltiravermaydi-da. Shu barobar ovqatlanish buzilishi 3 barobar yuqori bo'lyapti. Haligi anaqadan, bazaviy guruhdan 3 barobar yuqori bo'lyapti. Ya'ni katta yoshli erkaklardan haligi anaqasi tanadan qoniqmasligi 8 barobar yuqori bo'lyapti. Ya'ni Mercury loyihasi ham o'sha Meta bilan bog'liq loyiha, Facebook, Instagram yaxshi tarafga. Aytyapti, bir hafta anaqa o'chirish, masalan, Facebook va Instagram bir haftaga o'chirish tushkunlik, xavotir, yolg'izlik, ijtimoiy taqqoslashni kamaytirishini ko'rsatgan. Bu o'zini ichga qilingan anaqalar va hattoki yana Metani o'zini PhD tadqiqotchilari o'z izlanishlarida aynan sabab oqibat ta'siri ko'rsatganini ta'kidlashgan. Ya'ni bu ijtimoiy tarmoqlarni cheklashni sabab nima xulosa chiqargan Meta? Ta'sir ko'rsatgan, lekin rahbarlar bu natijalarni ko'rib vahimaga tushgan va ularni rad etishga uringan deyapti. Va hatto bu bo'yicha sudlangan bo'lgan, o'sha dalillarga qaramay Zuckerberg qasam ichib mavjud tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlar o'smirlarning yomon ruhiy salomatligi o'rtasida faqat sababiy bog'liqlikni ko'rsatmagan, shunchaki korrelyatsiyani ko'rsatgan deb guvohlik bergan ekan. Aksincha o'zining tadqiqotlari statistikasini aytib turibdi.
lekin bu o'sha ayni oshkor qiluvchilar hali whistleblowerlar orqali yoki sudda taqdim etilgan anaqa orqali chiqib kelyapti va o'sha saytda ko'rsangiz juda ham chiroyli anaqa zo'r ma'lumotlar bor. Yana bitta anaqa boshqa bir o'sha After Babel'da kelgan bu TikTok haqida, ya'ni bolalarni o'sha industrial scale deymiz, juda keng ko'lamda zararlayotgani. TikTokka masalan nima deyapti? TikTokka qarshi 14 ta shtat bosh prokurori tomonidan taqdim etilgan qonun hujjatlariga asoslangan anaqalarni aytyapti va buni 5 ta zararlar, 5 turga bo'lingan: addictive design, ruhiy salomatlikka zarar, nomaqbul kontent, jinsiy ekspluatatsiya, ongli harakatli va hokazo. Keyin Chicago universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqot ko'rsatganki, o'smirlarda so'rovnoma o'tkazilganki va ular aytgan, agar boshqalar ham shu kirishni to'xtatsa, TikTokka kirishni to'xtatsa, men hatto bu TikTokni olib tashlash uchun pul to'lashga ham tayyorman degan. Masalan, talaba. Keyin yana Z avlod orasida aynan o'tkazilgan va o'sha Z avlod orasida o'tkazilgan, katta guruhda o'tkazilgan o'sha Z avlod vakillarining 47% qaniydir shu TikTok hech qachon ixtiro qilinmaganda degan anaqa beryapti. Qaniydir ixtiro qilinmagan bo'lishini xohlar ekan. Qaniydir TikTok Z avlodning 47% TikTok qaniydir ixtiro qilinmaganda degan anaqa. Aqli bilan sezyapti zararini, sezyapti. Addictive bo'lyapti. Ya'ni bu aytyapti, tamakiga o'rganganda, narkotikka o'rganganda. Bu aynan o'sha Jonathan Haidt bilan Zak Raushni tadqiqoti oxirgi anaqalar va barcha platforma orasida TikTok aytyapti eng yuqori afsuslanish darajasini ko'rsatgan. Ya'ni o'zi afsuslanyapti o'shandan foydalanayotganlar, eng yuqori afsuslanish darajasi aynan TikTokda ekan. Ya'ni bu jiddiy rostdan ham bu haqda tadqiqotlar oxirgi paytda ko'payyapti. Ya'ni aynan sabab oqibatni ko'rsatuvchi tadqiqotlar ham ko'payyapti. Demakki, qanaqadir xavotirlanishga asos bor. Va bunga qarshi choralarni ko'rish rostdan ham jiddiy asos bor. Choralarni ko'rish rostdan ham kerak. Va hozir masalan shu haqida mana bir qancha mamlakatlar hozir borgan sari ko'payib boryapti. Jiddiy qonunchilik chora ko'rishmoqchi, qonunchilikni o'zgartirish bo'yicha. Demak, bizani hozirgi O'zbekistondagi qonunchilik palatasida ishlaydigan shu qo'mita shu vakillari, deputatlar o'rganish kerak bu kitob yoki bu ma'lumotlar bilan tanishib, endi tashabbus bilan chiqishlik kerak-da, ular o'rganib. Bo'lmasam juda bir unaqa xatarli mavzu emas ular uchun ham va balki hech bo'lmasa shu ishda foyda qilish, shuni o'zi juda katta foyda bo'ladi. Chunki bu kelajak bilan bog'liq narsa. Demak, to'g'ri, bu ko'rsatuv chiqqandan keyin ham iloji boricha targ'ib qilishimiz kerak, kerakli joylarga yetib borishi, ommaviy axborot saytlari vositalarida ham menimcha ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Endi aynan bir zarbasini qabul qilgunimizcha unga tayyorlanish kerak yokida uni oldini olishimiz kerak. Zarbasi bo'lyapti. Endi baribir sezilmayotgandir. Siz yoshsiz, hali uylanmagansiz. Aslida siz avlodingiz, ya'ni yoki farzandlar hali yosh bo'lgan ota-onalar nihoyatda imtiyozli holatda ular. Ya'ni ular tayyor, biladi. Ba'zi men eshitaman, ba'zi bir oilalarda bermaydi, telefon ham, planshet ham bermaydi. Ular tayyor. Endi biz bilmaganmiz shu narsani, biz paytda unaqa kitob bo'lmagan. Men fikrimcha, mana shu kitobdagi fikrlar aslini olganda juda ham muhim ijtimoiy muammoni hamda og'riqli muammoni ko'tarilgan bu nima bu? Masalan, ko'tarilgan kitob bu. Bu kitobdan nafaqat haligi siz aytganday ko'tarish kerak yoki rostdan ham o'sha kerak bo'lsa qonun chiqaruvchi organlarga yoki ta'lim tizimi juda ham o'rganish, ta'lim tizimidagilar maktab ta'limi hamda oliy ta'lim tizimidagilar o'rganish kerak bo'lgan masala hamda bu kitobdan kerak bo'lsa qisman olib yoki ma'lumotdan foydalanib maqolalar, ko'rsatuvlar ko'proq bo'lishi kerak deb hisoblayman. Chunki aslini olganda bu nafaqat bitta kitob doirasida, bu butun jamiyat doirasidagi masala. Bu masalan qanchalik ko'p ko'tarsak, shunchalik yaxshi deb o'ylayman. Men Fahrenheit Press'ni juda qadrlagan holat shunaqa bo'ldiki, chunki bu kitob tarjima chiqishidan oldin unga bunaqa kitoblar qilingan. Demak, yosh avlodni addiktiv bo'lib qolishiga asrashimiz kerak, lekin buni o'rnini nima bilan almashtiramiz? Shuning uchun yosh avlod uchun menga hozir terib qo'yganlar juda ko'p, fizika, biologiya, moliya sohasidagi kitoblar bor ekan, tavsiya qilaman. Ko'rib chiqdim, o'zim ham qiziqib qoldim. U yerda interaktiv rasmlar bilan tushuntirilgan. Bu muhim jihat shuki, shu albatta bolaga bu kitob berib qo'ysangiz, uni Instagram bilan kitob solishtirsa, albatta Instagramga yutqizadi, mag'lub bo'ladi, YouTube'ga multfilm mag'lub bo'ladi. Lekin agar bu
ota ona o'tirib, otasi yoki onasi yoki buvisi bobosi o'tirib yoki akasi yoki opasi bilan o'tirsa, bu butunlay boshqacha, bu butunlay boshqacha bir experience, ya'ni tajriba deyiladi. Hattoki o'sha vaqtda bola zeriksa ham baribir keyin ta'siri keyinroq bo'ladi. Keyin eslaydi shuni, zavq bilan, lazzat bilan eslaydi. Instagramda yoki TikTokda to'polon qilib yoki unda g'olib bo'lgandan ko'ra o'sha paytda zerikib, yoqmay, shu qiynalib o'tirgan holati ko'proq bir lazzatli bir xotira beradi va unga kattaroq ijobiy natija beradi. Shuning uchun aytmoqchimanki, agarki hattoki shu farzand bu narsaga qarshilik ko'rsatayotgan bo'lsa, unga yoqmayotgan bo'lsa, bir salbiy bir reaksiya ko'rsatayotgan bo'lsa, umidsizlanish kerak emas, normal holat. Va zerkyapman desa, ya'ni bu psixologlarning tadqiqoti ko'rsatadiki, zerkish ham zaruriy holat. Nafaqat bolalar uchun, kattalar uchun ham miyaga dam berish kerak, default holatiga kirish kerak, chunki onga kirgan, idrokka kirgan ko'plab ma'lumotlar qayta ishlanib, joy-joyiga tushib, ruhiy holati, emotsional holati joyiga tushish uchun ozgina zerikib ham turish kerak. Bu ham kerakli narsa. Zerkyapman desa, juda yaxshi, bu ham juda foydali bir narsa bo'lyapti deb bolaga zerkish juda yaxshi bo'lib, shunda fiziologiyangda, biologiyangda yaxshi bo'lyapti desa, bolaga nima bo'lyapti? Bahonada yana qandaydir bir ma'lumot kirib boryapti, foydali ma'lumot. Demak, Paradox podkastimizni shu bilan xulosalaymiz. Jamshid aka, Behzod aka, Xayrullo aka, sizlarga katta rahmat. Menimcha kerakli ma'lumotlar bo'ldi. Kelajakda inshaalloh yana ko'proq dolzarb mavzular haqida suhbat qilishga harakat qilamiz. Rahmat sizlarga. Kattakon rahmat. Bo'ldi? Bo'ldi. Uchinchisiga o'zi kelmayman. O yarman bo'libdi.